Assalamu alaykum. Bütün dünyadaki aziz görürmenlerimiz, Dünya Uyghur Kurultayı Tor Televizyonunun Naq Meydan programmasıga hoş geldinglar. Hazır 15 fevral yani bugünkü Ceneve zor ko'lamlik birleşme namoyishining Naq Meydan taqitishini başladık. Bazı sebepler tüpeyilden 9'da başlamoqchi bo'lgan namoyish sal kechikib qoldi. Men program riyosatchisi Baxtiyor Ömer, hammalarniki mushu vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Aziz ko'rmanlar, Xitoydan hisob so'riladigan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iqtisod, ijtimoiy va madaniyat huquq komitetining 73 navbatlik yig'ini 14 fevral kuni Jenevadagi Wilson saroyi oldida boshlanmoqchi edi. Hozir bizniki namoyishchilarimiz Wilson saroyining oldida yig'ilib tayyorlik xizmatlarini boshlag'ili 1 soatga yaqin bo'lib qoldi. Tövendeki görünüşlerden biz namoyishchilarimizniki naq meydan suratlarini, filmlerini göreleyimiz. Bu namoyish şundaqla bu 73. yig'in 3 gün davom qilmoqchi, yani tunögün 14 fevraldan boshlangan. Bu munosabat bilan yig'in boshlangan shu tunögünden boshlab Dünya Uyghur Kurultayı tarafından Birleşken Devletler Teşkilatı İktisat, İctimai ve Medeniyet Hukuk Komiteti binası aldıdaki şu görünüvatkanımızda Şincan Sakçı Arxipi namıdaki içinişlik görünüşler şundaqla Xitayning Şarkı Türkistan'daki erkiy qirg'inchiligi namoyon qilingan ko'rgazma bu yerda tunögünden beri davomlashyapti. Aziz görürmenler, tövende biz naq meydan namoyishini ko'rsataylik. Mana bugün yana 15 fevral günü Dünya Uyghur Kurultayı bilen Avrupa Uyghur Teşkilatlarının uyuşturuşta Birleşken Devletler Teşkilatı İktisat, İctimai ve Medeniyet Hukuk Komiteti binası aldıdaki meydanda çoğun tipteki birleşme namoyish ötküzülüş aldı turulatıdı. Tahminimiz 9:20 etrafında Dünya Uyghur Kurultayı'nın reisi Dolqun Aysa Efendi'nin içiliş nutku bilen bugünkü namoyish başlandı. Bu qatimki namoyishga Yevropaning har qaysi ellarida yashayotgan qarindoshlarimizni yana Qozog'iston, Amerika, Turkiya qatorliq davlatlarning Yevropaning sirtidagi bir qism davlatlar Kanada, Amerikadanmi qarindoshlar kelib bu tarixiy namoyish qatnashyapti. Undan boshqa bugungi namoyish sepimizda yani Tibetliklar, Hongkongliklar, Turk qarindoshlarimiz, kishilik huquq tashkilotlarining vakillari shundaqla Shveysariya Parlamentining a'zolari bir qism davlatlarning Jenevada turishliq elchilarim bor. Bugungi Xitoydan hisob so'rash yig'inida Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa Efendi boshchiligidagi qurultay hay'ati va Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlar haqida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Iqtisod, Ijtimoiy va Madaniyat huquq komitetiga baholash doklad sungan xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining vakillari qatnashib o'zlarining fikrlarini bayon qiladi. Xitoydan hisob so'rash yig'inining Uyg'urchaga tarjima qilingan naq meydan ahvolini biz kuchimizning yetishicha bu namoyishda taqitishga tirishimiz.
Aziz görürmenler, Xitay tarafı imza koygan bu BDT iqtisad, ijtimoiy ve medeniyet hukukunu qoğdaş aktinamesi cemi 31 maddeden tarkib topgan bo'lib, bu moddalar millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi, fuqarolarning emgak huquqi, insonlarni odil va uyg'un shaklda ishiltish shartlari, ishchilar uyushmasining huquqi, insonlarning ijtimoiy amonlik haqqi, oilalarning, ona bolalarning va yoshlarning qo'g'dilishi, insonlarning normal yashash saviyasiga kapolatlik qilish, insonlarning davolanish, ma'rif va madaniyat haqlarining qo'g'dilish qatorliq nihoyatda keng mazmunlarni o'z ichiga olgan bo'lib, o'tgan oyda Dunyo Uyg'ur qurultiyi va 20 dan ortiq kishilik huquq tashkiloti Birleşken Devletler Teşkilatı İqtisad, İctimai ve Medeniyet Hukuku Komitetiga Xitayning Sharq Turkistonda yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlar haqida ayrim holda dokladlarni sungan. Bu dokladlar BDT torbetida e'lon qilingan. Aziz ko'rmanlar, namoyish rasmiy boshlanish oldida turyotidi. Shunga biz vaqtimizni ching tutib, namoyishga kelgan bir qism qarindoshlarimizni ziyorat qilmoqchi. Bo'lsa tuvanda men mikrofonni qarindoshimiz Iftixorga o'tkazib bersam, marhamat Iftixor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining naq maydon programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurshid. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida program riyosatchisi Baxtiyor Ömer Efendining deb o'tgandek bugun bu Palais Wilson sarayining oldida Birleşken Milletler Teşkilatı'nınki yuqorida ismi aytilib o'tgan 70 komitetining 73. navbatlik yig'in boshlanish oldida turyotdi. Ve jiroq yaqinlardan kelgan qarindoshlarimiz namoyishga yig'ilishga boshlayotidu. Biz bunu başlaştan burun Dünya Uyg'ur qurultiyiningki muavin raisi tashkil ishlarga mas'ul Farxat Yo'rinqash efendim mikrofonini uzatmoqchimiz. Xo'sh, Farxat Yo'rinqash efendim bugungi namoyishga qatnashgan qaysi davlatlardan keldi qarindoshlarimiz shu haqida bir qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Rahmet Iftixor efendim. Siz de ötkeninizdek bana hazır namayış birazdan kim başında. Namayışla asası dünyanın Avrupa'nın arkası ellerden bir erkek toplumuşka başladı. Hazır kadar hem de biz kurultay merkezi organı bildiğin devletler bu Norveç'e, Şivisya, onun dinkin bu Şivisarya, Fransa, Belgiya, Avusturya, Germaniya, Engilya, Gollandiya qatorliq devletlerden qarindoshlarimiz kelyapti. Hem de belki bazı devletlerin ismini unutib qolgan bo'lishim mumkin. Agar unutib qolgan bo'lsam uzr so'rayman. Undan boshqa yana bu shu Yevropadagi qarindoshlarımızga madad berish uchun bugungi namoyish madad berish uchun Yevropaning sirtidagi devletlerden bu qarindoshlarimiz mana keldi baya. Türkiye'den geldi, Qozog'istondan ota-aytan şu bizge medet veriş için Avrupa qarindoshlarımızga medet veriş için Qozog'istondan bu qarindoshlarimiz keldi. Menimcha bugun havoga ait yaxshi bir namoyish bo'ladi deb o'ylayman. Uning ustiga tunugin Dunyo Uyg'ur qurultiyiningki Dunyo Uyg'ur qurultiyi tunugin shu Birleşken Devletler Teşkilatı iqtisodiy, ijtimoiy ve medeniyet hukuki komitetininki 73. navbatlik yig'in tunugin boshlangan ve yig'in boshlangan kunida Mishada Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan Şinjan Saqchi hujjatlari asas mazmun qilingan resim ko'rgazmasi uyushtirilgan. Mana bu resim ko'rgazmasi bugun namoyishlar birga bir yerda o'tkazilyapti, ikkinchi kunga qadam qo'ydi. Sizlarni ko'rib turganda qarindoshlarimiz asta-asta yig'ilyapti inshaalloh. Rahmat. Sizga ko'pdan ko'p rahmat Farxat Yo'rinqash efendim. Tünügen München'den Abduz'da bir Abduz qarindoshlar keldi. Bu teşkillaş jarayonida siz ekilish jarayoni bo'lsin. Abduz'da cami Germaniyadan sizce qancha Uyg'ur kelgandi? Biz tunugin Dunyo Uyg'ur qurultiyininki o'rlashtirishida maxsus kiralangan Abduz bilan akşam kech soat 11:20'da, belirli vaqt kech soat 11:20'da bir Abduz'da bir 50'ga yaqin qarindoshimiz München'da yo'lga chiqib, bu 600 necha kilometr yo'lni yurib, bugun attigan bir yerga keldik. Qarindoshlarımızın ko'pincha uxlamadi.
mana kaplar yani ko'taranki ruh bilan namoyishdan o'rin olishga boshladi. Uningdan boshqa yana Germaniyaningki Karlsruhe, Stuttgart, Berlin qatorliq shaharlarda maxsus mashinalar bilan, avtomobillar bilan akşam yo'lga chiqib, hozir kelishga boshlagan qarindoshlarimiz bor. İnşallah birazdan keyin bu yerdagi namoyishlarning soni ko'payishga boshlaydi. Rahmat. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Aziz ko'rmanlar, yuqorida Farhod apandim deb o'tgandek, bugungi boshlangan yig'inga bu Xitoyningki ta'tir tashviqotiga qarshi noroziligini bildirish uchun va vatanda bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni butun dunyoga anglatish, mustaqillik bo'lgan intilishimizni, hurlikka bo'lgan orzuyimizni butun dunyoga anglatish uchun bu yerga yiroq yaqinlardan kechish qilmaydigidek kelgan qarindoshlarimiz sizlarda ko'rib turgandek barbara namoyish yig'ilyotdi. Biz programmamızın davam qılayotgan vaqtida yana qarindoshlarimizni ziyorat qilamiz va hozir riyosetchilikni men Baxtiyor Umar apamga o'tkazib berman. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Namoyish tayyorliklari nihoyat jiddiy ketyapti ko'rayotganimizdek. Mana namoyishninki tayyorliklari asos jihatdan tutib jamoat yig'in namoyish maydoniga yig'ilib bo'libdi. Nomer var mı yok mu? Baxtiyorga. Nomer var. Hozir meniki. Nomerni qarab, men yerda nomerini topamiz. Joni bormi? Joni yo'q. Yaxshi yo'llab. Kelsa Alloh razı olsun. Namoyish keldiganlarmi bir qism kishilar kelib namoyish tayyorligini tugitib namoyishga tayyor bo'libdi. Qani vaqtni ching tutib iftixor apandi yana bir necha qarindoshlarimizni ziyorat qilishga tirishib baqsaq, Shveysariya Uyg'ur komitetining raisi Andili apandi ko'rinyapti ekranda. İftixor apandi, qani mikrofonimizni Andili apandiga berib tayyorliklar to'g'riliq bir ziyorat qilishni imkoni bo'lsa, ziyorat qilib baqsaq. To'yga kelganda kam
Yatırmaz. Tıkanı tövende İftihar Efendi Dünya Uygur Kurultayı'nınki Türkiye'deki vakfı reisi Abdurrahman Efendi'ninki ziyaretini başlaydı. Tıkanı merhamet. Hörmətli görürmənlər, hazırki əziz mehmanımız bolsa Dünya Uyğur Qurultayı Vəqfisininki reisi Abdülhamid Efendim buldu. Abdülhamid Efendim Atay'dan Türkiye'den bugünkü namayışqa qatnaş üçün geldi. Xoş Abdurrahman Efendim, siz Atay'dan Türkiye'deki bugünkü namayışqa qatnaşıp Xitayga bo'lgan g'azabni pirtingizni butun xalqaroga jakarlash uchun bu yerga qarindoshlarimiz bilan birga namoyishga ishtirok etib turyapsiz. Bugungi hissiyotingizni bir deb bergan bo'lsangiz. Assalamu alaikum. Barliq qarindoshlar, televizyon oldidagi bütün vatandaşlar, hammalarni oldi bilan muhabbat bilan salomlayman. Bugün hakikaten muhim bir gün. Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki İqtisadi, İctimai ve Medeniyet Hukukları Komiteti'nin Xitayni Sharq Turkistonda Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi haqida savol so'roq qiladigan va buningki hisobini so'raydigan bir kun. Bu kunda dunyodagi o'xshamagan davlatlardan kelib, shu namoyishga qatnashayotgan qarindoshlarning hammasiga ko'pdan ko'p rahmatimni bildirman oldi bilan. Biz bu Turkiyadan ko'p kishi kelmagan bo'lsaqmi, 4 kishi keldik. Bu yerdagi bu namoyishda Turkiyaga vakolatan bizning azroq bo'lsa bir hissimiz bo'lsin, shu yerdagi qarindoshlarning bo'lsin salimini akilayli deb Turkiya bugun ig'ir bir musibatda yashayotdi. U yerdagi butun xalqimizga va turk xalqiga bu yerdan geçmiş bo'lsin tilaklarimizni va hammalarninki ishiningki oson bo'lishi, bundan keyingi qiyinchiliklarni butun dunyodagi Türk xalqi bilan birga o'tkazganligimizni bu yerdan bir qatim yana bildirishni arzu qilaman, bildirishni istayman. Ondan başqa biz Sharq Turkistonliklar bo'lishib bugungi ahamiyatini yaxshi tunib yetishimiz kerak bo'lgan bir kun edi bugun. 5 yılda bir qatim o'tkaziladigan bu yig'in her yıl bo'lmaydi. 5 yılda bir qatim bo'ldi. Yana bu 5 yıl o'tkazishlik bo'lgan araliqda nim bo'ldi, nim bo'lmaydi, onu biz bilmaymiz. Şunlaşqa bunu özümüzün yaxshi ifoda qilishimiz Xitoyninki bu shu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın içinde elib berilayotgan yig'inda Xitoyga so'riladigan savol so'roqlarni, ularni hisob so'raydigan bu kunda biz qanchalik kuchlik bo'lsak, bizningki jamoat fikrimiz qanchalik kuchlik bo'lsa, u yerdagi insonlar shuncha kuchlik bir shaklda Sharq Turkiston masalasini anglata oladi. Bu yerda endi ko'rib turyapman, balki bundan keyin nurg'un qarindoshlarimiz kelishi mumkin. Hozirgacha kelgan qarindoshlarning sonini biraz azroqdek his qilib qoldim. Bo'libmi hamda Yevropada nurg'un Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz yashaydi. Hakikaten bizdeki davayımız kısa müddetlik bir dava emas, uzun müddetlik bir dava. Bir namoyish bilan, 10 namoyish bilan yoki boshqa faaliyetler bilan bo'lib qoldiganlar ish emas. Shunga biz hech bir vaqt irodamizni yo'qotib qo'ymasligimiz lozim. Bir ish ajab oxirga chiqmadi deb ümidsizlanmasligimiz lozim. Umidvor bo'lishimiz lozim. Davomli, uzluksiz turda bu mücadelemizni davom qilishimiz lozim. Mayli 10 yıl sürsün, 20 yıl sürsün. Bizning hayatımız butunlay şu dava üçün atalgan bozumu herip kalmay, bunu davamlıq, üzlüksüz elip bağımısak, o məlum mezgildənkin bu toxtab qalsa, bizden işimiz yaxşı bulmaydı. Şuna bir yerden bütün Sharq Turkistonlik qarindoshlarımızga bir müracaatda bulunma, meyli dünyanın nerede buluşuna qat'i nazar, namoyish bo'lsin, başka Sharq Turkiston bilan münasibetlik faaliyetler bo'lsin, imkanımız yer bergen ölçüde bu faaliyetlerge katılaylı. Bu hem de bizden bir makal temsili var. Davaçı aciz olsa qaz mutam bo'pti degandek. Biz Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldığı qanchalik kuchlik ve gür ovoz bilan siz ovozimizni chiqara olsak, ularni Xitoyga qarshi shunchalik ig'ir savollarni so'rash bir kuchiga va shuni o'zida majburiyat qilib his qiladigan bir ahvol bo'ldi. Müşah kelgan bütün qarindoshlarga tekrar rahmat aytaman. İnşallah yana bundan keyingi suhbatlarimizda agar uygun bo'lib qolsa, yana paranglashamiz. Rahmat. Sizga ko'p rahmat Abdurrahman Efendim. Aziz ko'rmanlar, hozir ko'rganinglardek namoyish boshlanishida turyapti.
namoyishimiz davomlashayotgan jarayonda biz yana ziyoratlarimizni davomlashtirib turishimiz. Hozir riyosatchilikni Baxtiyor Ömer efendimga o'tkazib beraman. Rahmat. Aziz qarindoshlar, namoyishimiz rasmiy boshlandi. Namoyishimizni stol marshimizdan boshlaymiz. Rahmat aziz qarindoshlar. Endi tuvanda Dünya Uyg'ur Qurultayiningki raisi hurmatli Dolqun Aysa efendimni namoyishimizning ichilish nutqini so'zlashga taklif qilamiz. Rahmat Dolqun Aysa efendim. Esselamu Aleyküm aziz vatandaşlar. Dünyanın köplüğün devletlerden keçici tönögün yol minip nurgun japalar bilen bir yetip geldinler. Hemmenlerden Allah razı olsun. Bugün bu namayişimizga Utirpe Amerika'dan ve Avrupa'nın her kaysi taraflarından, Türkiye'den, Kazakistan'dan, Germanya'dan, Şvisya'dan, Norveç'den, İngiltere'den, Belgiye'den, Gollandiya'dan, yani kaç devlet kaldı? Fransa'dan, yani Şvisya'dan dedim. Muşu devletlerden karındaşlarımız bir kança haftadan bu yan ciddi tayyorlik kılıp, vaqtlarını ajırtıp, bugün bir geldi. Hemmenlerden Allah razı olsun. Bugün hakikaten tarihi bir gün. Bana biz aldığımızı qarab turvatkan muşu binada hazır Xitay'dan Beijing'den kelgen atalmış Abdumrayin'den kelgen delegatlar müşahede var. Üzünün Şarkı Türkistan'da aziz vatanımız Uyg'uristonda deb turvatkan qonliq qirg'inchiligini yushirish uchun, günahlarını aqlash uchun, o'zini mudofaa qilish uchun birozdan keyin zalga kirdi. Hozir sizlar bilan so'zlashib men bir şey kiraman. Saat 10'da başlandı ama derizlerimizi görüyordu. Bu inkılap degan mana shu. Misal hemmimiz kök bayraklarımız bilen, kötügen lozunkalarımız bilen Xitoyning ko'ziga, Beijing'den kelgan, Ürümchidan kelgan, Lasatdan kelgan aşu Xitoyning vakillariga, halçılarının altında özümüzden kaysar irademizni, erkinlikka bo'lgan tisbiklaydigan irademizni Cevlan kalalgalığımız için müşahede insanlar, kahraman insanlar ve hurransa kullanmamız. Çünkü bu hem insanın nisip olmaydı. Bu münasebetlerle bir cepat attılar ama cepat atkan bilen Xitay hükümeti özü aşı Beijing'den nurlanan insanlarına gelip özün cinayetini yuşurmak olan vaktimizde bu kaysar insanlarını görüp onların kançılık perişan bulup ketkenlerini, çırayının kanda bulup ketkenlerini birazdan ki ben çıkıp sizler söz yapayım arada. Bugün Birleşken Devletler Teşkilatı Medeniyet, İçtimai ve Sosyal İktisadi Hakları Komitesi'nin 73. katılımlık yığında Xitay'ını gözünü geçirdi. Xitay'la nurgullan tayyorliklar bilen bunun 5-6 yıl tayyorlik kılıp bu şu imtihanını ötüş için geldi. Ama biz hazır ben Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Ali Komisarı Volker Beck Efendi bilen yığından çıktım. Tükümede ben bir şey kayıtıp geldim. Bir yerdemiz cezalar meselesini Xitay'ın Şarkı Türkistan diye pırvatkan bu kırgınçılığı 6-7. yıl kadem koygan bolsun o hazırgıça nurgulluğun devletlerine sükut turvatkanlığını burunki Ali Komisar Bakel'den
bizning vatanni ziyorat qilib, ammo Xitoyning manfaatiga ziyorat bo'lganligini, shuning uchun yangi oliy komissarning bu vazifasini ijro qilish kerakligini, Uyg'urlar haqidagi dokladni qaytadan to'nishtirish kerakligini, 2 ayning 27 kuni oldimizda boshlangan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 52. qatimliq yig'inida bu meselenin ciddi müzakere qilish kerakligini, Tayland turmuş yetayotgan 50'den artık qarindoshlarımızın asta aşağıda ülep tutmaganligini, tuni gün Abdullah deydigan qarindishimiz 11-si vafot bo'ldi. Tayland turmusida o'tirib qo'ydik, yig'in davom qildi u yerda. Men keldim. Shuningga birazdan keyin soat 10da yig'in boshlanadi. Mujahid jangovar shiorlarimiz to'g'rilar orqali aşağıda yig'in bo'layotgan vaqtda ovozimizni bildiralisak, ondan keyin biz vaqtimiz yetgan bo'lamiz. Saat 1'de tugaydi, 1'de chiqib yerda bo'lgan yig'inlar haqida sizlarga qisqacha bo'lsin bir ma'lumot beramiz. Shuningga jafo tortdinglar. Alloh rozi bo'lsin. Hammanglardan herib qolmaysiz. Saat 1'ga davom qildi. Havo yaxshi, Allohga shukr, yomg'ir yog'madi, qor yog'madi. Shuningga jangimizdan Xitoylarni vayron qilmaydi. Bizning epaqamiz kurashlarimizda yana bir qalbin deb qo'yay, erkin Tunyas kelmoqchi kelanmidi? Mushu bo'layotgan tashviqotlardan qo'rqib kelanmidi? Angliya kelmoqchi, Angliyadagi tashkilotimiz chiqanimiz, yerdagi parlament a'zolari xalqaro matbuotlarning besimidan qo'rqib Angliyaga tushib ketishi mumkin deb, chunki advokatlarimiz azbergan qo'rqib shu jasoratni ko'rsatmadi. Demak, o'zining jinoyatini yushirish ve aqlash uchun epirayotgan bu diplomatik xizmatdan mag'lub bo'ldi. Demak, mushu qalbi agar biz mushu jasoratni ko'rsatmagan bo'lsak, mushu irodani ko'rsatmagan bo'lsak, Xitoy qo'llarini selib kelib turib o'zining yolg'on tashviqotini qilib dunyoni aldaydi. Oldiyanmiz bu bir qismlarining kallasiga bir savol ishorat qilib qo'yapti. Ammo Xitoy bu yerda mag'lub bo'ldi. Erkin Tunyas Yevropaga kelinmaydigan bo'ldi. Biz yerda Körəşmək stok, müşahidi küzünün yüzü qarab durub deydiğen gaplarımız vardı. Ama o kelamede başka halçıları var. Olağı bu bizim deyimiz. Bu bir diplomatik qalbə. Müşo müşahidi bütün kahramanlarının, dünyanın başka yerdeki gönül vergen bütün kahramanlarının qalbisi hemmenlardan Allah razı olsun. Thank you everyone for coming to our protest here. That's why we have to start with some slogans, and then I will invite our speakers, the next speakers. Yeah. Uygurlara erkinlik! Uygurlara erkinlik! Uygurlara müstakillik! Xitoylar chiqib ketsin! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! We want justice! We want justice! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Thank you, everyone. I would like to invite our next speaker. This is Lisa Manzoni. She's the director of Society for Threatened People in Switzerland, and also the member of the parliament. Yeah. Keyinki bizdeki yakınızdan adamımız bu Lisa Manzoni oldu. Bu Xatar astidagi tashkilotlarninki direktori bo'ldim, o'shadagi Shvetsariyaniki. Ashton bir so'z taklif qilaman. Rahmat. Thank you. Dear friends, dear Dalkun Isa, it's an honor for me to give this speech. I am Lisa Mazzon, a member of the Council of States of the Green Party of the Canton of Geneva and president of the Society for Threatened People Switzerland. It's an organization that has been fighting for the rights of the Uyghurs and Tibetans for over 20 years. Unfortunately, the human rights situation on the ground has not improved in recent years. On the contrary, it has become worse and worse. I would like to take this opportunity to express my deep solidarity
with the Uyghurs, Tibetans, and also with the other groups of people who are violently oppressed by the China's government. China's policy of arbitrary detention and forced labor, mass birth control, and discriminatory mass surveillance in East Turkestan constitutes grave violations of international law. In Tibet, Tibetan children are placed in colonial boarding schools and preschools where they are separated from their families and forced to speak Chinese. They are denied access to their own language and culture. This is also a serious violation of international law. These are just a few examples of the untenable human rights situation in the People's Republic of China. Of particular concern to me, however, is the influence of the Chinese government in the human rights bodies of the United Nations. The last day of August last year, the influence became apparent when the report of the UN High Commissioner for Human Rights on the human rights situation in East Turkestan was published minutes only before High Commissioner Michelle Bachelet left her position. Without any obvious reason, the publication was delayed for over a year. Shortly after the release of the report, the Human Rights Council voted on a resolution that asked for a debate, considering that the report found that China may have committed crimes against humanity. Holding a discussion would have been the absolute minimum. However, China lobbied intensively and used its economic power to prevent such a debate. That day, the Human Rights Council lost its moral standing. We expect from the experts of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights to stay firm and not to be intimidated nor instrumentalized in the current examination of China's country report. We expect them to submit an independent report with clear recommendations. It's also important that Switzerland and other countries increase the pressure of the People's Republic of China. As a member of the Council of States for the Green Party, I will bring this to the attention of the Federal Council and advocate for the following points. Switzerland must consistently support the UN resolution on the topic of human rights violations in East Turkestan and Tibet. Switzerland must adopt the European sanctions against China. Switzerland must renegotiate the free trade agreement with China to prevent links of the Swiss economy to the human rights violations in East Turkestan and Tibet. Switzerland must use its unique opportunity for the 2 years membership within the UN Security Council to hold China accountable. China is very powerful. We therefore need to take a smart mix of measures at all levels to improve the situation. Staying silent and continuing business as usual is no longer an option. Thank you. Thank you for your words and thank you for your support. Our next speaker is, in behalf of the Uyghur Society Association in Switzerland, Rizwana Ilham.
I would like to invite her to the stage. Test. Salam aziz qarindoshlar. Salam Dunyo Uyg'ur qurultiyi. Sizlarni Shvetsariya Uyg'ur jamiyati nomidan qarshi olman. Shvetsariyaga xush kelibsizlar. Ladies and gentlemen, distinguished members of the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, dear colleagues from the World Uyghur Congress. My name is Rizwana Ilham. I am a member of the Swiss Uyghur Association, des Uigurischen Vereins Schweiz, and of the World Uyghur Congress. It's an honor to talk on their behalf. It is with a heavy heart that I stand before you today, once again, to bring light to the horrific violations of human rights being perpetuated against the Uyghurs, Tibetans, Hong Kongers, and other human beings in our homelands. The World Uyghur Congress is submitting our report to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights as part of our mission to protect the interests of these communities. China's policies of arbitrary detention, forced labor, coercive mass birth control, discriminatory mass surveillance, and invasion of privacy are in clear violation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and China's own domestic law. These policies have led to the unjust treatment of innocent individuals and families with widespread human rights abuses, including the suppression of cultural and religious expression, forced separation of families, and inhuman treatment in so-called re-education camps. The right to work, to receive an education, to maintain one's family and community's relationship, all are under threat. As a global community, we cannot stand by and watch these atrocities continue. The Committee on Economic, Social and Cultural Rights guarantees the right to work, the right to education, the right to health, and the right to cultural and religious expression, among others. These are just not abstract concepts. They are fundamental human rights that should be protected for all people, regardless of their race, ethnicity, and religion. The World Uyghur Congress is calling on the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights to take action to ensure that China fulfills its obligations to protect the rights of Uyghurs and other ethnic peoples. We believe that the international community has a responsibility to hold China accountable for its actions and to work towards a world where all people are free from oppression and discrimination. We call on the Committee on Economic, Social and Cultural Rights to hold China accountable for these violations and to make recommendations that will lead to concrete change on the ground. We cannot and will not stand by and watch as the basic human rights of these communities are trampled upon. The World Uyghur Congress is committed to continuing its efforts to raise awareness about the situation in Uyghur region and to fight for the rights of these communities. Ladies and gentlemen, it is time for us to stand for justice and human rights. I ask each and every one of you to join us in our efforts to bring an end to these horrific violations of human rights. Let us stand together to ensure that the International Committee on Economic, Social and Cultural Rights is upheld and that the rights of the Uyghurs, Tibetans and Hong Kongers are protected and that they can be able to live in peace. And thank you. Rahmet. Aziz qarindoshlar, men hozir harakatda shuncha hozir azroq shvart olaymiz, billa o'sha anglasin deb. China lies, people die.
China lies, people die. Show our relatives. Where are others? We need freedom. UNO, give us justice. UNO, give us justice. Justice for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. UN, break your silence. China lies, people die. China lies, people die. We need freedom. We need our rights. We need our mosques. We need our rights. UNO, give us justice. China lies, people die. China lies, people die. Freedom for East Turkestan. Freedom for Uyghurs. Freedom for Tibet. Freedom for Hong Kong. Freedom for Uyghurs. Freedom for Tibet. Freedom for Hong Kong. China lies, people died. UNO, break your silence. UNO, break your silence. UNO, break your silence. Human rights in East Turkestan now. Uygurlara erkinlik. Uygurlara erkinlik. Uygurlara erkinlik. Uygurlara erkinlik. Uygurlara azatlık. Uygurlara azatlık. Uygurlara azatlık. Uygurlara azatlık. Uygurlara müstakillik. Müstakillik. Uygurlara müstakillik. Uygurlara erkinlik. Uygurlara erkinlik. Uygurlara erkinlik. Uygurlara erkinlik. Uygurlara erkinlik. Uygurlara erkinlik. Xitay lanetimizden çıkıp ketsin. 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 Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Human rights for Uyghurs! Human rights for Uyghurs! We need freedom! We need freedom! We need our rights! We need freedom! We need our rights! UNO, break your silence! China lies, people died. China lies, people died. China lies, people died. China lies, people died. We need freedom. We need justice. We need justice. We need freedom. We need our rights. China lies, people died. China lies, people died. We need our rights. Where are our brothers? Where are our sisters? Rahmet erkinliğinizge. Karındaşlarıma köp rahmet, Allah razı olsun. Mana aşkıcı Xomay köpençinler yol yürüp gelip yanına ait jaranlık şu var bile özanlık azapına bir işaret kılıvatsa bayı köydünler. Xitay'ın vekiller ömrünün azaları çıkıp ataydı.
mana bu bizningki namoyishimizning kuchi, to'lg'an shuvallarımızın, qaranliq shuvallarımızın kuchi. Az qarindoshlar, boya reisimiz o'qimaysam deb o'tib ketdi. Bugungi bu namoyishga shu Yevropadagi qarindoshlarımızning bugun o'tkazayotgan bu namoyishga madad berish uchun Yevropaning sirtidagi ba'zi davlatlardan qarindoshlarimiz keldi deb aytgandik. Bu qarindoshlarımızning bir yurak so'zini anglaydi. Aldı bilen bu Qozog'istondan Olmato'dan kelgan Dünya Uyg'ur qurultiyining sobiq muavin raisi Abdurashid Turdiyo'q efendim bir yurak so'zlarini qilishga taklif qilamiz. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli vatandaşlar. Ben Qozog'istondagi Uyg'urlarga vakolatan keldim. Kelishimning sababi bizning Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Isoning chaqirig'ini anglab, darhol harakatga o'tib, Uyg'urlar yig'ilib o'tkazib, meni vakil qilib bu yoqqa avatdi. Bugun Xitoyni so'roq tatadigan kun. Albatta biz tinch o'tiramiz, bunga biz qo'shilamiz. Vatanimizda bo'layotgan denotsiya siyosatini qo'llamaymiz, ham qabul qilmaymiz. Shuning uchun biz sizlar bilan birlikda bir safda bugun o'zimizning noroziligini bildiraylik deb keldik. Endi azroq shuarta bo'laydi. Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga mustaqillik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga mustaqillik! Xitoylar chiqib ketsin! Uyg'urlarga mustaqillik! Rahmat hurmatli Abdurashid Turdiyo'q efendimga. Chunki bu Uyg'ur shuvarni anglaydiganlar bor. Xitoy vakillarining ichida ularning tarkibida Uyg'ur bor, balki O'zbeklar bor, Qozoqlar bor. Ya'ni o'zini jinoiy qilmishlarni oqchalash uchun ba'zi atalmish shohidlarni boshlab kelgan Xitoy hukumatiga bizning mana haqiqiy shohidlarimiz, rost shohidlarimiz. Mana Qalbi Nursida xonim, Gulbar Jellova xonimlar yana bugun bu yerda o'zlarininki qayta bir guvohligini isbotlash uchun, berish uchun bu yerda aramizda bor. Endi takror xush keldinglar deyman. Va qurultay nomidan alayda bu lager shohidlarimizga rahmatimni bildirman. Aziz qarindoshlar, bayma dedik, Turkiyadan bir guruhga qarindishimiz maxsus bugungi namoyish kelib qatnashyapti. İstanbul'dan, Bursa'dan kelib. Bular vakolatan men Merkez İstanbul'daki Dünya Uyg'ur qurultiyining vaqfininki raisi hurmatli Abdurashid Abdulhamid efendimning bu yurak so'zini anglashga taklif qilaman. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli vatandaşlar. Hammalarga aldıktan Türkiye'deki qarindoshlarımlarning salomini yo'llashni, salomini aytildim. Hammalarninki ko'p salomi bor. Bu yerda bugun biz Birleşmiş Milletler Teşkilatı İqtisadi, İctimai ve Medeniyet Hakları Komitetininki 73. qatimliq yig'inida Xitoy hokimiyatini Sharq Turkistonda ilib berayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi savol so'roq qiladigan bir yig'inninki oldida, bir binoning oldida biz Sharq Turkistonliklar bilan Xitoy xalqininki ve bütün dünya halkının, cümleden Sharq Turkiston xalqining ashaddiy dushmani bo'lgan Xitoy Kommunistik Partiyasining ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik ve dünyaya ilib kelayotgan ofatlarga qarshi ovozimizni chiqarish uchun Xitoyning zulmini hech qachon qabul qilmaydiganligimizni, mayli Xitoy iqtisodiy jihatdan, harbiy jihatdan va nüfus jihatdan qanchalik kuchli bo'lishidan qat'iy nazar biz Xitoyning qarshisida, Xitoyning ko'ziga tikilgan qadalgan bir mix bo'lib turganligimizni ifodalash uchun bu yerga yig'ilib turibmiz. Bu bu namoyishga dunyoning har qaysi joylaridan kelib qatnashayotgan barliq qarindoshlarning hammasiga ko'p rahmatimni bildiraman. Biz bu Turkiyadan ko'p sondagi kishi qatnashamay qoldik. Bilasizlar, Turkiyadan kelish uchun bu viza masalalari haqida ig'ir. Bo'lmasa ko'p sondagi kishi kelishni orzu qilganlar batı kelmay qoldi.
Şunun için biz Türkiye'den vakaleten 4 kişiye geldik. Dünya Uyghur Kurultayı vakfiga vakaleten ma'lum bizdeki Dilshod Barishchi efendim bizdeki Ömer Seydin kardeşimiz Abdülkadir Uygur Dünya Uygur Kurultayı Yaşlar Komitesi'ndeki muavin reisi Abdülkadir Uygur kardeşimiz 4 kişi geldi. Bir yerde bundaq namayişler bunun bulunup ötülgen. Bundan keyin bu namayişler yani buludu. Lekin biz suslushib qolmasligimiz lazım. Bir qatimliq namoyish bilan yoki 5 qatimliq 10 qatimliq namoyish bilan va yoki boshqa faoliyatlar bilan biz suslushib qolsak, bizningki da'voyimiz xalqaroda hozirgi ko'tarilgan saviyada ma'nolmaydigan bir ahvolga tushib qolsa, biz uchun nihoyat cho'ng bir yo'qotish bo'ladi. Uning uchun dunyoning nerede bo'lishini qat'iy nazar Sharq Turkistonga munosabatli bir faoliyat bo'lgan vaqtimizda imkonlarimiz yar bergen ölçüde çokum şununla bir katılışıp tırsak o belli Şvitsariya buluşu mümkün veya ki başka devletler buluşu mümkün. Kaysi devlet buluşunu katılıyorlar? Aşınınca özümüz şu vaktimizni, iktisadimizni ve başka ailemizden boğan vaktlerimizi şununla serip kılıp katılışa alırsak bu bizdeki plakarlıklarımız bir yerde gözetken plakarlıklarımız inşallah vatanımızda ırkî kırgınçılık uçuravatkan 25 milyonga yakın Müslüman Şarkı Türkistanlık Uygur halkınınki azırak bolsunmu derdige derman buluş bir faydası bolsa biz şundan intayın koşabiliriz. Elbette bizimki ahirki nişanımız Şarkı Türkistan'ınki müstakillik. Bu müstakillik kısa müddetlik buluşunu arzu kılımız elbette. Lekin uzun sürüp kalışı mümkün. Bu jarayonda eğer biz 1 yıl, 5 yıl bu faaliyetlerini edip bağlanırken asla susluş kılış taraf mansak biz neticini qo'lga keltirolmaymiz. Her yılı 1 yıl aldığımızı qaraganda texmi kuchli hareketler bilan, texmi jangovarliklar bilan bu hareketni davomlashtirishimiz, ma'yus bo'lmasligimiz, umidsiz bo'lmasligimiz va har vaqt Sharq Turkistonninki bir güne çokum müstakil bulduğanlıqıga işinadigan aşındaq bir işenç, itiqat ve iman bilen hareket qilgan vaqtimizda işinimizki xalqimizningki tirishchanligi, dunyoning bizga bo'lgan yurtdoshligi, Allohningki yordami bilan Sharq Turkiston xalqiningki beshiga kelayotgan bu musibatlardan, bu irqiy qirg'inchilikdan ve bu işgaldan kurtuluşumuzga vesile buldu deb ümit qilamiz. Hammalardan Allah razı olsun. Rahmet. Rahmet. Bizim ağrımızda yani insan haklarını qo'g'dash tashkilotininki a'zosi John Fisher efendim. I would like to invite our next speaker, John Fisher from the Human Rights Watch, please, for his supporting words. Thank you very much, and it is an honor to stand here with you today. Last year, a report by the United Nations High Commissioner for Human Rights laid bare China's crimes against humanity against the Uyghur people. Enforced disappearances, arbitrary detention, a systematic attempt to suppress Uyghur culture, language, tradition, religion, identity. China tried very hard to prevent that report ever seeing the light of day. It failed. Now the whole world knows what the World Uyghur Congress, Human Rights Watch and others have been saying all along, that China is responsible for international crimes, that it has been systematically targeting the Uyghur people for violations of human rights, and that it must be held to account. Shamefully, states at the UN Human Rights Council refused to even debate the High Commissioner's report. But we came further and closer to holding China accountable than we ever have before, with China only succeeding by 1 or 2 very slim votes. We will not be silenced. The World Uyghur Congress and its allies will not be silenced. And we will keep on fighting until the day when every Uyghur is reunited with their loved ones and China is held to account for its international crimes. The treaty bodies will be reviewing China's abysmal human rights record, and we call upon them to hold China to account, to continue to expose its violations, and to stand with us
with you and with the rest of the international community until the day that the human rights of Uyghurs in China and around the world are respected and you stand free and reunited with your loved ones. Thank you very much, Mr. John Fisher. Hazır bir yana haber geldi. Bizde yaxşı anlavattık oldu. Şu an şu art olaydı. China lies, people die. China lies, people die. China lies, people die. China lies, people die. Close the camps. Close the camps. China close the camps. China close the camps. China lies, people die. China lies, people die. We need freedom. We need freedom. We need our rights. We need our rights. We need our rights. We need our rights. We need freedom. We need freedom. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Justice for Uyghurs. Justice for Uyghurs. Freedom for Tibet. Freedom for Tibet. Freedom for Hong Kong. Freedom for Hong Kong. Freedom for Uzbekistan. Freedom for Uzbekistan. Freedom for Uzbekistan. Freedom for Uzbekistan. China lies, people die. 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 UNO, break your silence. 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 China lies, people die. China lies, people die. China lies, people die. China lies, people die. Rahmat aziz qarindoshlar. Xo'sh aziz qarindoshlar, shu o'rnimi bog'layapmiz. Har qaysi allardan kelgan qarindoshlarimizning yurak so'zlarini anglayli. Bizga madad bo'ladi, ilhom bo'ladi. Birisi Angliyadan mutavaki yolunu Irak gömmek kelgan yerda aramızda Angliya jamiyatining raisi Mayra İsa Hanım, Dünya Korkutu Londra İşxanasının direktörü Rayima Mahmud Hanımlar bu aramızda. Başka devletin teşkilat nasıllarım var. Adı bilen Şivisiya Uygur Birliği'nin reisi Bahtunur Abdurrahim'le böyle yürek sözlerini anlatsak merhamet. Assalamu alaikum aziz fidakar qarindoshlarım. Yevropaning har bir davlatlaridan kelgan azizlar, Yevropa sirtidagi mamlakatlardan madad berish uchun safimizni ulg'aytib kelgan muhtaram xonimlar, afandilar, hammalarga ali ehtiromlar, salomlar bo'lsin. Qimmatli vaqtlarni chiqarib bu tarixiy bir paytda Xitoy tajovuzchilarining irqiy qirg'inchilik jinoyatini yo'shirishga imkon bermaslik uchun bu yerda saf tuzib turibmiz biz. Hammalarga oliy ehtiromlar bo'lsin. Xitoy tajovuzchilari vatanimizni besib olgandan to hozirga qadar irqiy qirg'inchilik to'xtagani yo'q. Mana bu rasmlar nima deydi? Shu aziz jonlarning hurmati uchun biz bu yerga saf tuzib keldik. Xitoy jinoyatini yo'qmaydi, yo'shirolmaydi. Tarix sahnasidan Xitoy hamon bir supurib tashlandi. Biz bosh egmaymiz, shu iroda bilan bu yerga keldik. Hammalarga oliy ehtirom. Lager şahitlerimiz acayip zulümlerini beşlik geçirdi. Hem bir yerde tik durmadı. Hem bilirge ali ihtiramlar olsun kerimdaşlarım. Vatan haman bir gün müstakil buludu. Bizden bir hareketimiz tarih yaratıldı, tarihi yüzlutmadı. Hem bilirge ali ihtiram. Xitoy tajovuzchilari haman g'ulab tushadi. Bu fakat vaqt meselesi. Xitoy o'zlarining jinoyatini yashirib qolmaydi, oqlayolmaydi. Biz bu tarixiy minutlarga shohid bo'lib turibmiz. Hammalarga rahmat. Uyg'urlarga erkinlik. Uyg'urlarga erkinlik. Sharqiy Turkistonga mustaqillik. Sharqiy
Türkistan müstakillik. Uygurlarga erkinlik. Uygurlarga erkinlik. Uygurlarga müstakillik. Uygurlarga müstakillik. Biz haman müstakilimiz. Biz hamon müstakil bo'lamiz. CCP lies. CCP lies. China fascist. China fascist. China fascist. China fascist. Stop genocide. Stop genocide. Stop genocide. Stop genocide. Stay in the camps. Close the camps. Close the camp. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Çok rahmet arkadaşlar. Rahmat. Hürmetli Fatma Hanım'ın güzel sözleri ve cananlık şuarları için çok rahmat. Rahmat, bizning aramızda yana bir Tibetlik qarindoshimiz bor. İsmi Ugen Tenzin Nukba. I would like to our next speaker from Tibet Society in Switzerland, Mr. Ugen Tenzin Nukba, please. Good morning. I'm Ugen Tenzin Nukba. Sorry for my broken English. Can I say in French? So I think time is changing. Also the weather today. Le temps est en train de changer. Et nous sommes ici, moi personnellement je suis membre de la communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein. Je suis un simple membre et je suis aussi membre de l'ACAL France, une organisation basée à Paris pour les droits de l'homme et pour les droits pour le peuple tibétain et pour la défense de la culture tibétaine aussi. Et donc, comme je disais au début, le temps est en train de changer. Et ce que nous sommes devant l'ONU est pour dire que Ouïghours, Tibétains, nous sommes ensemble avec les peuples opprimés par le Parti communiste chinois et la politique de Xi Jinping. Le temps est en train de changer. Et nous disons à l'ONU, nous demandons justice pour nos peuples qui sont qui ont le droit d'exister. We have a right to exist, our people. People from Uyghur, Mongolia, Tibetan, and Hong Kong, and so many people, and our land is occupied by China, illegal. This is meaning of rights. We need rights to exist as people. We are not minority of China. We are our own people, and with our cultures and etc. Time is changing. Time is to say to Xi Jinping and CCP, game over. And we need justice for our peoples, justice for our rights to exist as people. Thank you. Thank you. We are solidarity with our people. Chinese has la Chine a peur de notre union. Donc nous devons être unis dans notre lutte. Chinese has angst, no? Fear. Chinese has fear for our union.
we must move together to ask justice and the rights for our people. Thank you very much. Endi azroq bataylik nimada xabarlar kelyapti da aniq anglab turibdi. Shuning uchun hozir inglizcha va agar xitoycha bo'lsa ham batafsil anglab. Stop the genocide! Stop the genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! China lies, people died! China lies, people died! China lies, people died! China lies, people died! Stop the assimilation! Stop the assimilation! Stop the assimilation! Stop the assimilation! We need freedom! We need freedom! We need freedom! We need freedom! We need human rights! We need human rights! We need human rights! We need human rights! We need our culture! We need our culture! We need our language! We need our language! We need our children! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! China, close the camps! China, close camps! Close the camps! Close camps! Close concentration camps! Close concentration camps! Close concentration camps! Close concentration camps! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! We need freedom! We need freedom! We need freedom! We need freedom! We need our rights! We need our rights! We need our rights! We need our rights! We need freedom! We need freedom! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Tibet! Freedom for Tibet! Freedom for Hong Kong! Freedom for Hong Kong! Freedom for Uzbekistan! Freedom for Uzbekistan! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Tibet! Freedom for Tibet! China lies! People die! China lies! People die! China lies! People die! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! UNO stand up for Uyghurs! 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 UNO break your silence! UNO break your silence! We need justice! 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 We need freedom! We need freedom! We need freedom! We need freedom! We need human rights! We need human rights! We need freedom! We need freedom! China lies! People die! China lies! People die! Close the concentration camps! Close the concentration camps! Where are our people? Where are our people? Where are our people? Where are our people? Where are our brothers? Where are our sisters? Where are our sisters? Where are our brothers? Where are our brothers? Where are our sisters? Where are our sisters? UNO, we need justice! UNO, we need justice! UNO, we need justice! Where are our people? Where are our people? Close the concentration camps! China lies! People died! China lies! People die! UNO, give us justice! China lies! People died! China lies! People die! UNO, give us justice! We need freedom! We need justice! We need freedom! We need
Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Trung Quốc侵略者，中帝国之后，维吾尔人要自由，维吾尔人要独立，滚出我们的祖国，滚回你的中国主权，停止屠杀，停止掠夺，停止奴役，停止杀戮，滚出我们的祖国，维吾尔人要自由，滚出我们的祖国，滚出中世界时代。滚回中国！滚回中国！打倒习近平！打倒共产党！打倒习近平！打倒共产党！中国恐怖分子！滚出我们的祖国！维吾尔人要自由！维吾尔人要独立！停止屠杀！停止种族灭绝！停止种族灭绝！关闭集中营！关闭集中营！我们要人权！我们要自由！我们要独立！我们要独立！滚回中国！滚回中国！滚出我们的祖国！滚出我们的家园！释放我们的亲人！释放我们的亲人！关闭集中营！关闭集中营！维吾尔人要自由！维吾尔人要独立！Uygurlarga erkinlik! Uygurlarga mustaqillik! Xitoydan chiqqan! Xitoydan chiqqan so'ng freedom for Uyghur! Freedom for Tibet! Independence for Tibet! China Day! Uyghur Day! Close the concentration camp! Get out of our motherland! Go back to China! China, go home! China, go home! Stop the genocide! Stop the killing! Stop the killing! Freedom for Uyghur! Where are our brothers? Release our fathers! Close the camp! Go back to China! China, go home! Stop lying! Stop lying! Close the camp! We need freedom! We need freedom! We need justice! We need justice! Shame, shame, China, shame! Shame, shame, China, shame! Uygurlarga erkinlik! Uygurlarga mustaqillik!维吾尔人要自由！维吾尔人要独立！滚出我们的祖国！滚回中国！滚回中国！停止屠杀！停止屠杀！关闭集中营！关闭集中营！维吾尔人要独立！滚出我们的家园！滚出我们的家园！ Rahmat Gollandiyadan kelgan Adil qarindishimizning bu jarohat shuvorlari uchun. Chunki zaldan kelgan ushurlar qaraganda aniq aniq turdi ekan zaldagilarga.
Hazır Xitay hesap veriyordu. Kardeşlerimizden tekrar Allah razı olsun. Şehitlerimizden aşağı lagerlarda azap okuvat çekivatkan milyonlagan kardeşlerimizden haklarımız için bir adamın işinlerine taşlap, dükkanı vala, dükkanını takap, işlevatkanlar iş orunda ruhsat sorap, ata ayettin pidakarlık gösterip, bir yere toplanıp geldiğinler. Resmiydim reisimiz dokunmaysa, efendim rahmet ettiğim bir kısım kardeşlerimiz katmayı sebebinden kechikib hozir kelgan qarindoshlarimiz bor. Endi tekrar bu Dünya Qurultayının sahibiga rahmatini qaytib bildirib qo'yay dedim. Xo'sh, tövende Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdullah Imirov efendimning bu yurak so'zini anglaylik. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Biz biraz kech qoldik, aeroportga kelgandik. 30 yil keldik hozir. Bilemizde namoyishlar yaxshi bo'ldi. Inshaalloh bizning millatimizga foydali bo'lsin. Bugungi bu Xitoyning cho'moqchilariga o'zimizning noroziligini ko'rsataylik. Jonli turda mayda bir 2 soatga 3 soat keldik. Shu 2-3 soatni yaxshi foydalanib o'zimizning noroziligini degandek az uzoqmi sal bo'lay degandek mana shu yerda o'zimizning shu butkul Uyg'ur millatining nomidan mana shu yerga kelib turmiz. Biz masalan Belgiya jamoatining nomidan keldik. Hammalarga bizning jamoatimizdan salom. Doim bo'lsa deymiz. İşlerimiz yaxshi bo'lsin. Çok rahmat. Rahmat Abdullah Imirov efendimge. Fransiya'dan kelgan qilib qarindoshlarimiz bor. Ularga boshlanchilik qilib kelgan Fransiya Uyg'ur birligininki qurg'uchi sobiq raisi Ekber efendimning bir yurak so'zini anglaylik. Rahmat. Ekber sözü son kime Assalomu alaykum. Namoz kelgan barliq qarindoshlar. Hammalar xush kelibsizlar. Men o'sha yaqinda Turkiyaga qilayotgan yordamga qarab, bugungi bu namoyishga to'shib ketdi deb o'ylagandim. Ko'nglimdagi yerim bo'ldi. Shundan so'ng aziz ketdik. Ben Fransa'ya vakaleten yapmadılar. Hammalar o'tib salom. Rahmat. Hurmat Ekber efendimge. Tuvanda yana Avrupa Uyg'ur Akademiyasininki raisi Doktor Abdushukur efendimge. Sözünüzü tekrar. Assalamu alaykum. Avrupa'nın işçilerin sırtıdan gelgen barliq qarindoshlar. Hoş geldiniz. Good morning, dear friends. On behalf of Uyghur Academy Europe, I would like to thank that you are being with us today, and we appreciate your compassion and appreciate your commitment. That means a lot to us. So before I start my speech, let's try to imagine millions of people who are being tortured and raped in hundreds of thousands of concentration camps, prisons, and the forced labor camps. Try to put yourself in the shoes of those people being stripped of their human dignity. Knowing somewhere in the world so many people gathered in the front of United Nations headquarters and shouting for them, standing up for them, caring about them, and cry for them, how much that might be mean to those people. I'm sure you know all of that. That's why I thank for all of you being with us here today. We are far from China, and the atrocities committed by China's Communist Party, especially since last 7 years,
may be very distant to those people sitting in this building, but not for us. For us, for Uyghurs, it's very close, and every day we struggle, live with guilty, and struggle with the mental health, and constantly feeling hopeless, and that drains our energy. We are living in a democratic country. We know we are far away from China, but CCP tries to control us every day. They intimidate us by hijacking our family members, putting them in jail, in concentration camps, force women to marry Chinese men, and rape them, force pregnant women to abortion. I cannot count all those crimes committed against Uyghurs, the genocide, one by one. We have some witnesses among us. They are our life proof that China cannot deny, cannot torture it. How hard the China tries to hide this crime, we have brave whistleblowers, and we have brave researchers. They provide us a whole bunch of evidences so that we have enough to prove that China committing genocide against the Uyghur people. We are here today not to ask your mercy. Today we are here to warn the National Committee how the world leaders are taking dangerous paths to appease the Chinese government. They are dealing with the evil government, and this evil government should not be underestimated. They will not stop after eradicating the Uyghur people. If you don't believe me, ask the neighboring countries who became already economic slaves of China. And they are trying to also introduce an Orwellian surveillance system all around the globe. I just mentioned the police stations discovered from the many countries around the world. So they are in our doorsteps. And if we don't stop them, the consequence will not be beyond our imagination. So the Chinese genocide policies must be stopped, has to be taken action. Otherwise, the promise has been done. Never again will become a meaningless, empty slogan. That's why we ask international community to act immediately, without any condition, to stop this crime against humanity, genocide against Uyghurs. Thank you very much. Рахмат, доктор Абдушкур Адамге. Aziz qarindoshlar, bugungi namoyish jiddiy keskin bir namoyish. Shunga oldiroq kelib jiddiyroq turinglar, xafa bo'lmanglar. Gapni keyin qilishib olg'ili bo'ladi, mana namoyishdan keyin bir tugaydi zaten. Shunga biroz jiddiy bo'laylik. Tepadan Xitoylar chiqib arlab resim tortyapti, video tortyapti, ko'rdinglar boya. Uningdan keyin naq maydondan berilyapti bu hozirgi namoyish. Butun dunyoda Uyg'urlar ko'ryapti. Shunga biroz jiddiy bo'laylik. Albatta, kecha yo'l yurib charchab keldinglar. Alloh rozi bo'lsin tekrar. Xo'sh. Unda bo'lsa bo'ladi, merhaba. Bonjour à tous. Je voudrais un peu parler en français parce que comme ici en Suisse, la langue française c'est une langue officielle. Donc voilà, je voulais expliquer un petit peu aux francophones qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui. On est ici les représentants de diaspora ouïghour, les associations ouïghours de toute l'Europe, même d'Asie, l'Amérique, Canada, qui sont là aujourd'hui. Et d'ailleurs, je remercie leur effort qu'ils l'ont venu jusqu'ici. Nous, aujourd'hui, protestons. Pourquoi? Parce que derrière nous,
ici, il y a une commission de culture, il y a une commission économique, il y a une commission sociale qui est en train de traiter les délégations chinoises pour demander qu'est-ce qui se passe dans le pays. Donc ici, il y a des responsables des génocides ouïghours qui sont là, juste derrière nous. Eux, ils sont responsables des millions de gens qui sont dans les camps de concentration. Ils sont des responsables de politiques qui mènent envers le peuple ouïghour, envers le peuple tibétain, envers les autres peuples qui habitent dans notre patrie, dans l'Est Turkestan, ou bien Ouïgouristan, on peut dire. Voilà. Et ça, c'est une journée très importante. C'est pas une manifestation comme habituelle. C'est un peu autre chose. Et je veux demander à toutes les personnes qui sont là d'être un peu sérieux, parce que on peut dire au champ de bataille, on peut dire, parce que ils sont là. Hein. Ils filment, ils font des photos, tout ça. Donc voilà. Et on demande aussi aux Nations Unies qu'ils traitent notre affaire avec justice et avec sincérité. Mais on croit évidemment à eux parce qu'on est quand même dans une société démocratique et j'espère qu'ils vont avoir leur réponse ici. Voilà. Merci. Gerek kilip bir avazda baqıraylandı çünkü bu resmi anlatıktı yani Peter'la Zümrüt'la doğum kamla kaydınlarından bu şeyler bakmışım maya zavuktu. Sonra innet anlatıldığında katıgarak baqıraylandı. China lies, people die. China lies, people die. China lies, people die. China lies, people die. We want justice. We want justice. We want freedom. We want freedom. We want justice. We want justice. We want freedom. We want freedom. Where are our people? We are people. Where are our people? We are people. Where are our brothers? We are brothers. Close the concentration camps. 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 Justice for Uyghurs. Justice for Uyghurs. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want our rights. 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 UNO, break your silence. UNO, break your silence. UNO, break your silence. China lies, people die. China lies, people die. China lies, people die. China lies, people die. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Justice for Uyghurs. Justice for Uyghurs. UNO, we want justice. UNO, we want justice. UNO, we want justice. UNO, we want justice. Where are our people? We are people. Where are our brothers? We are our brothers. Where are our sisters? We are our sisters. China lies, people die. China lies, people die. Stop Uyghur genocide. Stop Uyghur genocide. Stop Uyghur genocide. Stop Uyghur genocide. Close the camps. Close the camps. Close the camps. Close the camps. Close the concentration camps. Close the concentration camps. China lies, people die. China lies, people die. UNO, we want freedom. UNO, we want freedom.
freedom. UNO, we want justice. UNO, we want justice. UNO, we want justice. UNO, we want justice. UNO, we want freedom. UNO, we want freedom. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Tibet. Freedom for Tibet. Freedom for Hong Kong. Freedom for Hong Kong. China lies, people die. China lies, people die. China lies, people die. China lies, people die. UNO, we want justice. UNO, we want justice. UNO, we want justice. Where are our brothers? Where are our people? Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! UNO, we want justice! UNO, we want justice! We want freedom! We want justice! We want human rights! We want human rights! China lies, people die! China lies, people die! UNO, give us justice! Close the concentration camps! Close the concentration camps! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! UNO, we want justice! UNO, we want justice! UNO, we want freedom! Freedom for Uyghurs! 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 Freedom for Tibet! Freedom for Tibet! Freedom for Hong Kong! China lies, people die! UNO, we want justice! China lies, people die! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! We want freedom! We want our rights! Where are our people? Where are our brothers? Where are our sisters? China lies, people die! UNO, we want justice! China lies, people die! UNO, we want justice! China lies, people die! Freedom for Uyghurs! Freedom for our people! Freedom for our people! China lies, people die! UNO, stand up for Uyghurs! UNO, stand up for Uyghurs! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Close the camp! Close the gate! China, close the camp! China, close the gate! China, close
want freedom. We want freedom. We want freedom. We want freedom. Freedom, freedom. We want freedom. We want freedom. We want freedom. Fascist China. Fascist China. Fascist China. Fascist China. Violent China. Dictator China. Killing China. Close, close, close. Close the camp. Close the camp. Close the camp. Close the camp now. Close the camp now. Close the camp now. Close the camp now. Stop Uyghur genocide. Stop Uyghur genocide. Stop Uyghur genocide. Stop Uyghur genocide. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Stop genocide. Stop genocide. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Stop genocide. Stop genocide. Stop genocide now. Stop genocide now. Stop genocide now. Stop genocide now. Stop killing Uyghur. Stop killing Uyghur. Stop killing Uyghur. Stop killing Uyghur. Fascist China. Fascist China. Stop killing Uyghur. Stop killing Uyghur. Terrorist China. Terrorist China. Close the camp. Close the camp. Close the camp now. Dictator China. Dictator China. Say Uyghur. Say Uyghur. Say Uyghur. Close the camp. Close the camp. Close the camp. Close the camp. Release the Uyghur. Release the Uyghur. Release. Freedom, freedom. We want freedom. We want freedom. We want freedom. We want freedom. Fascist China. Fascist China. Close the camp. Close the camp. Azqirda hazır Xitaylar yığınның arlıqqa tənəffüs çıxdı. Bar avazımız bilan şuatolab muş Xitaylarnınki jürkini mucitishimiz kerak. Hazır bular tənəffüsdə bütün kuchimizla vaqirab shularningki ishida xotirjam o'tqazmasligimiz kerak. Jungguo Qingye独立我帝国，滚出我们的祖国，滚出种族解散，停止屠杀，停止侵略，关闭集中营，关闭集中营，国回中国，国回老家，国回祖先，滚出我们家园。维吾尔人要独立，维吾尔人要自由，停止种族灭绝，停止种族灭绝，打倒习近平，打倒习近平，中国人滚蛋，打倒共产党，打倒共产党。打倒习近平！打倒习近平！关闭集中营！关闭集中营！维吾尔人要自由！维吾尔人要独立！维吾尔人要独立！停止屠杀！停止侵略！停止侵略！停止侵略！滚回中国！滚回中国！滚出我们的祖国！滚出我们的祖国！关闭集中营！关闭集中营！关闭集中营！关闭集中营！打倒习近平！打倒习近平！打倒习近平！打倒习近平！打倒共产党！打倒共产党！打倒共产党！打倒共产党！滚回中国！滚回中国！滚出我们的祖国！滚回祖先！停止屠杀！停止灭绝！停止掠夺！结束占领！结
数家庭，没有二人要独立，没有二人要自由。中国滚蛋！中国人滚蛋！中国人滚蛋！滚回主权！滚回中国！滚出我们的祖国！停止种族灭绝！停止种族灭绝！关闭集中营！关闭集中营！打倒习近平！打倒共产党！打倒共产党！ Aziz qarindoshlar, hozir ichidan xabar keldi. Xitoyda shunchalik tamtirab ketganda, xalqdan so'ralgan savolga javob beramiz holat chiqib qopti. Bor kuchimiz bilan Uyg'urcha sho'rni to'lab hozir ichida o'tlagan, Uyg'urlashib qolgan manqurt g'alchilarning yurkini mujitishimiz kerak. Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga adalet! Uyg'urlarga adalet! Uyg'urlarga hurriyat! Uyg'urlarga hurriyat! Uyg'urlarga mustaqillik! Uyg'urlarga mustaqillik! Xitoy jazo lagerini taqdir! Xitoy jazo lagerlari taqalsin! Bizning bolalarimiz nerede? Bizning ota-onalarimiz nerede? Bizning aqidalarimiz nerede? Bizning oqsıg'larimiz nerede? Bizning qarindoshlarimiz nerede? Bizning masjidlarimiz nerede? Xitoy vatanimizdan chiqib ket! Biz azaldan hur ve erkin yaşayan millet. Biz azaldan müstakil millet. Şarkı Türkistan müstakillik. Uygurlarga erkinlik. Uygurlarga müstakillik. Uygurlarga azatlık. Uygurlarga azatlık. Uygurlarga erkinlik. Uygur irqiy qirg'inchilik to'xtatilsin. Lagerlar taqalsin. Lagerlar taqalsin. Uygurlarga adalet. Uygurlarga hurriyat. Xitoy bizning bolalarimiz nerede? Xitoy bizning bolalarimiz nerede? Ota-onalarimiz nerede? Sınırlarımız nerede? Hediyelerimiz nerede? Bizning aziz qarindoshlarimiz nerede? Bizni ailemiz bilan ko'rishtirsin. Xitoy yolg'on guvohchilikni to'xtat. Xitoy ta'tir tashviqotni asqatmaydi. Hakikat hamon bir kun ustida. Adalet hamon bir kun zohir bo'ldi. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga erkinlik. Uyg'urlarga adalet. Xitoy jazo lagerlari taqalsin. Vatanimizdan chiqib ket Xitoy. Stop the Uyghur genocide. We need freedom. We want freedom. We want our rights. We want our masters. We want our culture. We want our language. We want our children.
Uyghur irqiy qirg'inchilik to'xtatilsin. Uyghur irqiy qirg'inchilik to'xtatilsin. Stop the Uyghur genocide. Stop the Uyghur genocide. Uyg'urlarga erkinlik. Uyg'urlarga erkinlik. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Uyg'urlarga adolat. Uyg'urlarga adolat. Uyg'urlarga adolat. Uyg'urlarga adolat. Uyg'urlarga adolat. Uyg'urlarga adolat. Justice for Uyghur. Justice for Uyghur. Uyg'urlarga hurriyat. Uyg'urlarga hurriyat. Uyg'urlarga hurriyat. Uyg'urlarga hurriyat. Xitoy jazo lagerlari taqalsin. Xitoy jazo lagerlari taqalsin. Bizning bolalarimiz dedi. Bizning bolalarimiz dedi. Bizga hisob bergin. Bizga hisob bergin. Haqiqat hamon bir kun qasindi. Haqiqat hamon bir kun qasindi. Biz haq tarafda, sizlar botil tarafda. Biz haq tarafda, sizlar botil tarafda. Haqiqat hamon bir kun qasindi. Haqiqat hamon bir kun qasindi. Biz azalda mustaqil millat. Biz azalda mustaqil millat. Biz azalda mustaqil xalq. Biz azalda mustaqil xalq. Bizning ro'yimizni qul qilolmaysa. Bizning ro'yimizni qulqlamaysa. Bizning irodamizni o'ltiramaysa. Bizning irodamizni o'ltiramaysa. Bizning melga yo'qtamaysa. Bizning melga yo'qtamaysa. Chunki biz haq yo'lida. Çünkü biz haq yo'lida. Biz azalda mustaqil millat. Biz azalda mustaqil millat. Biz azaldan hur bil xalq. Biz azaldan hur bil xalq. Uyg'urlar mustaqillik. Uyg'urlar mustaqillik. Uyg'urlarga erkinlik. Uyg'urlarga erkinlik. Hamon bir kun mustaqilligimizni qabul qildirmiz. Hamon bir kun mustaqilligimizni qildirmiz. Hamon bir kun mustaqilligimizni qo'lga keltirmiz. Hamon bir kun mustaqilligimizni qo'lga keltirmiz. Bizni aslo voz kechiramaysa. Bizni aslo voz kechiramaysa. Bizni to'xtatib qo'yamaysa. Bizni to'xtatib qo'yamaysa. Bizni xotirib qo'yamaysa. Bizni xotirib qo'yamaysa. Biz ming bo'limiz, million bo'limiz. Biz ming bo'limiz, million bo'limiz. Vatanimiz uchun adoq kurash qilamiz. 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 Hammalarga rahmat, aziz qarindoshlar. Yana Farhod Yo'rinqashevning mikrofonni sunma. Rahmat. Rahmat. Chiqar qarindishimizning bu ta'sirli jarayonlar shuvarlar uchun qarindoshlarga oldimizga opirin. O'sha ekran oldida bizni qo'llab kelamizmi? Bizga duo qilayotgan, bizga kuch tilayotgan ekran uchun qarindoshlarimizga rahmat. Ham ba'zi jiddiy sabablar bilan kelamizmi? Shu namoyishlarning kelishiga yo'l kirasiga yordam qilgan, avtobus kirasiga yordam qilgan qarindoshlarimizga bu yerda tekrar yana dunyo huquqiy nomida rahmat aytaman. Aziz qarindoshlar, biraz yana ba'zi yurak so'zlarni anglaylik. Norvegiyadanmi, Tunogundan boshlab qarindoshlarimiz kelgan mishaga. Şu an Norvegiyadan kelgan qarindoshlarimizdan yurak so'zini anglaylik. Ularga vakolatan Sirojdan Fatulloh efendimni so'zni taklif qilsak, rahmat. Assalamu alaikum. Bugünküdek muşundak avazlarımız kökü yamıravatkan cem meydanıga ihlas bilen biz kegen mübarek kademler kadın dinle ünsun. Mana muşu meydanda çıkılgan Arslanlı, Muzugundek, Yaş kızlarımdek, Şefkat hemşirisi Rizvan'ındek, Basur, kız anılarımız, acılarımız ve acılarımız, perindaşlarımız, akıllarımız. Hemmelerden Allah razı olsun. İnkılap kılmak, unda asan emez. Vatanını söylemek, untilik asan emez. Kişisi Abduzlar'da oturup, bu meydanlı Gürmaniyetin olsun, Belgiyetin olsun, perindaşlarımız yıkıldınlar.
Jiraklardan aeroplan bo'lsin, o'zining mashinalari bo'lsin. Mushu maydonga yig'ildinglar. Nima deb? Sizlarni mushu Japon tortqizayotgan nima? Vatan sevgisi. Mana mushu lagerlarga yetayotgan mushu şehitlerimizden, mushu qor ko'zlarimizdan, shu narsida farzandlarimizniki ahu zori, shularning qini sizlarni bir şey kelgizyotidi. Mana bu vicdan, mana bu vatan sevgisi. Aferin sizlarning qadamlaringlarga. Sizlarning yangroq ovozlaringlar bilan tarixdagi ota-bobolarimiz o'zining guldirmamidek ovozlari bilan ko'kböri uyg'ongandiki ovoz bilan mavi iflos Xitoy kommunistlarini va bularning ota-bobolarini ot bilan, qilich bilan qo'g'lab, Septichin sepilning ichiga qanday kirgizayotgan bo'lsa, chiqolmas qilayotgan bo'lsa, mana bugungi bu ovozlar ma ko'kka yangrayotgan sizlarning ovozlaringlar, shu ro'yinglar, Uyg'urlik ro'yinglar, imoninglar, mavi iflos Xitoy kommunistlarining bugun gimroyini qo'zg'ayotdi azizlarim. Hozir her bir ovozinglarda, yangroq ovozlaringlarda diring kuchib o'tirdi. Chiroydimi qon yo'q o'tirib tanlasak, yana davomli baqirib mana shunday ovozlaringlar larziga kelsin. Chunki sizlarning ovozlaringlar vatandagi dövüt jasadlarning ovozi. Şu jasadlar bizning qon qarindoshlarimiz. Ular qandaqdir oxirgi umidini sizlarga bog'lagan vatan sirtidagi mushu arslonlarga, mushu erkaklarga to'mirlarda junda emas, ifloslik emas, pokiz, vijdonli, mas'uliyatchan, botur Uyg'urning qini yiqayotgan vijdon egilariniki mushlarga topshirib vatanga jon yuzyotdi. Qor ko'zlarimiz Turkiyadagi shu tuproqning ostidan, beton ostidan qandoq qizib olgan bo'lsa jasadlarni, qandoq ish qilayotgan bo'lsa, hayotga qandoq shular zar bo'layotgan bo'lsa, qandoq umid bog'layotgan bo'lsa, mana shu vatandagi jazo lagerlaridagi shu bechora, chorasiz qarindoshlarimiz vatan sirtidagi kishilarga mana shundoq yuragi bilan, ruhiyati bilan duo qilyapti Allohga. Mana ashlarning umidini yerda qo'ymaylar aziz qarindoshlarim. Namoyishlar bo'z qatnashinglar. Qachon istiqroq chaqirishingizcha bizni yana bir cho'ng jang maydoniga chaqirg'ichi mushundaq namoyish faoliyat bo'lsin, yig'in bo'lsin, qatnashib turaylik azizlarim. Facebookda va taratqularda yaxshi narsa uchirgan bo'lsa, vatan xalq to'g'riliq barmoqlarni bisiritanlar nurg'unlar xabar topsin. Akşam nurg'unlar xabar topolmadi yoki bir sabablar bilan kelanmadi. Kelmaganlarga bir rahmat azizlarim. Ashlar yurikini qo'lida tutib baqsin. Qo'lini maytisiga qo'yib baqsin, yurikining so'qishi o'ziga qandoq anglanadi. Ashlardan Allah razı olsun. Belki bir sebep bilan kelanmagan bo'lishi mumkin. Ammo yana bir qitimliq cho'ng namoyishlarda mushu maydon liq bo'lib ketishini umid qilaman. Bizning müşahidimiz tuğunumuzga, sahip çıkıyotganımızga, iyi çıktığımızga, şu halkımızga kök osman guva, Allah guva, Xudo guva, mavi kök guva. Mana ko'chada o'tgan kechganlar guva, her birimizning Uyg'urlik ro'yitimiz guva. Ovozlarimiz bir ko'tarangi bir vaqirib o'tgan bo'lsak, maydonda terrorist China, terrorist China. Fascist China! Fascist China! Terrorist Xi Jinping! Terrorist Xi Jinping! Fascist Xi Jinping! Fascist Xi Jinping! Terrorist China! Terrorist China! Terrorist China! Terrorist China! Terrorist Xi Jinping! Terrorist Xi Jinping! Terrorist Xi Jinping! Terrorist Xi Jinping! Qatil Xitoy chiqib ket! Qatil Xitoy chiqib ket! Sharqiy Turkistondan chiqib ket! Sharqiy Turkistondan chiqib ket! İflos Xitoy chiqib ket! Sharqiy Turkistondan chiqib ket! İflos Xitoy chiqib ket!
Vatanından çıkıp gel. Şarkı Türkistan bizden. Şarkı Türkistan bizden. Terörist China. Faşist China. Terörist Xi Jinping. Terörist Xi Jinping. Faşist Xi Jinping. Faşist Xi Jinping. Rahmet. Sizga rahmat. Rahmat April Sirajdin Abdullah efendimge bu güzel ta'sirlik nutqi ve cananlık şuvarlar için alayıp rahmet etmem. Az qarindoshlar, mana payga To'lqin Aysa efendim dedi işçilik uçturumu kilovatida. Hazır Xitoy bazı Uyg'ur atalmış o'zini Uyg'ur deb olgan boshqa millatlar bor. Shularni akilib, yolg'on shohidlarni akilib, o'zini oqlab guvohlik bergizyotirlarga. Mana o'zlarininki haqiqiy shohid ekanligini isbotlash uchun tunogin ertan tortib lager shohidimiz Qalbinozli xonim keldi. Fransiyadan Gulbar Jillova xonim keldi. Gollandiyadan yana lager shohidimiz Ömer Bekali efendim geldi. Bularga vakaleten Ömer Bekali efendimning bir ikki yurak so'zini anglasak, rahmat. Assalomu alaykum aziz muhtaram qarindoshlarim, aka-uka, och sing'illarim. Bugun biz Uyg'ur diplomatsiyasida g'alaba qozongan bir kunimiz. Bugun Erkin Tonyaz kilamida bundan keyin Xitoyning tashqi siyosatda o'tilgan har bir ishg'olga kirish imkoniyatlarini qalada qarab turinglar. 3-oyning 1-dan boshlab asta biz qilayotgan bu namoyishlarniki, siyosiy faoliyatlarimizniki kuchli ko'rilgan vaqtimiz endi keldi. Herkes ümidsizlanmanglar qarindoshlar. Shunchalik umid bilan bo'linglarki, azobning hidi kundan-kunga kuchayadi. Mushu 3-oyning 1-kunidan boshlab Navruzda bahor qandoq ko'klisa, bizning mustaqilligimizning shami mash'ali shundoq yonadiki, Xitoyni kun-kun qilib o'tamiz. Yolg'on emas. Alloh ko'rib turibdi, butun dunyo xalqaro siyosatda ko'rib turibdi. Xitoyning 5 yil burungi Canlan ve Cao diyen siyaset asla hiç birisi kalmadı. Yani böyle bir şey öğrenmen, bizni doğrab, böyle bir şey öğrenmen diyen siyasette fikirler mağlup olukluk. Biz böyle kim? Yani biz böyle. Biz böyle boğaldığımız için Xitoy ahir bizga boyun eğen vaqtida yıkılab qolayotir. Shuning uchun qarindoshlar, men hamma shuni tavsiya qilamanki, uyda uyning intizomi bor, maktab intizomi bor, davlat intizomi bor. Namoyishning o'zishli intizomi bo'lishi kerak aziz qarindoshlarim. Aqllar qarab boqinglar. Men mediaga butun dunyodagi xalqimiz ko'ryapti. Voy bu qurultayning orasida ham namoyish qanchalik bo'lardi deb. Biz bu qurultayning nima emas, Sharqistondagi namoyishi bu. Mustaqilligimizning bosqichidagi qadamlar bu. Bu qadam tashlab qilib kelib, aqlimiz bilan qarab boqinglar aziz qarindoshlarim. Ranjimanlarni qattiq gapirsan, o'tirib, parangda ishib, suhbat, biz paralashma kelmidi. 3 soat işte turup biz rat turup to'g'ri mustaqil turib passak, chiroyli qilib qilsak, yaxshi emas aziz qarindoshlarim. Kechiringlar, men bular degin kamida, ammo demak ishing patmidir bu. Oxirimiz qarab boqinglar. Qarindoshlar, anglayapsizlar? Ey aziz qarindoshlar, ey o'rtaqal qarindoshlar. Ana tasir qilmaydi, anglamayapti. Buni qilib ketmaysiz qarindoshlarim. Ma vatan bizning boshqa xalqning emas. Uyg'urning vatani, Qozoqning vatani, O'zbekning vatani, Qirg'izning vatani, hammamizning vatani. Biz boshida mana boshqalar olmashda uyushqoqni mushug'andek tugunmay turib mustaqil bo'lolmaymiz. Mana shuni deyib turadiz qarindoshlarimga. Biz o'zimizni boshlaylik. Mushaq namoyishlarda mustahkam turib, siyosiy faoliyatda mustahkam turib, qarshi chiqqan vaqtimizda Xitoy oxiri bizdagi qandaqligimizni bildi. Bu aydamaydiganlik tushunib yetdi bu. Mag'lub bo'lgan buning. Angliyada qarindoshlarniki so'tga berish bilan Erkin Tonyaz va kilamidi bu
Sharqistondagi bir shahar boshlig'ining yoki o'lka boshlig'iga kirmasligi emas bu. Diplomatiyadagi eng chong mag'lubiyat. Biz qozonimiz oz qilyotdi. Bugun Kanadada davlat ministri bilan uchrashgan bo'lsa, bizning raislar bundan keyin texmi cho'ng prezidentlar uchrashuv bizniki haqiqiy tashqi diplomatiya siyosatimiz texmi kuchaydi. Yine Xudayimiz Uyg'urlar uchun eng bir xo'shallanarli ve neticelik bir yıl bulundu Xudayim bilirse. 2023 yıl bizdeki bosqinchilik aslında qutulgan ana haq yılımız. Azatlık bizga mansub. Bugun ishib o'tgan bizdeki bu manqurtlar anlasınki kampı yok dedi. Biz şu kampda yatgan insanlar. Biz qilmishlik qilmiq dedi. Bizden qandaşımız ülkede kösetmek kim batkan insanlar. Bugün bular ölümden korkup Mişay kelib Xitoyni ketmon chiqib batgan bo'lsa, o'zining yo'lidagi dozaq azobning o'tlarni yig'ib bular. Mishayga uydagi issiq uyni tashlab, xizmatlarini tashlab, iqtisoddan voz kechib, o'zining kichkina vaqtini voz kechib Mishayga kelishi, Mishayga vataniga kelgan muhabbatni kuchli qilayotgan narsa bu. Albatta, nurg'unlar kelmay qoldi, uni to'g'ri tushunamiz. Lekin qarindoshlarimizniki bir-birini tillaydigan vaqtdan chiqib ajratmasdan hammasi qilayotganlarni qo'llab quvvatlashini umid qilaman. Mayli qurultoy bo'lsin, mayli boshqa tashkilotlar bo'lsin, hammasi o'zining qo'lidan keladigan siyosiy faoliyatlarni qilyotdi va kuchlantiryapti. Biz shularni haqiqatan qo'llab quvvatlaylik. Biz o'zimizniki kimligimizni unutib qolmaylik. O'zimizning o'rnini bilaylik, haddimizni bilaylik. Va qanday shunday degan keladi. Har kim o'zini bilgan vaqtda mustaqilligimizning eshiklarini hammasi shart ichiladi. Xudoyim buyursa. Shuning uchun qanday aytganim shu, hammamizga birlik, hammamizga ittifoqlik. Allah sizlardan razı olsun. Rahmet. Rahmat, hurmatli Ömürbek Ali efendimge, hammanlar nayet yaxshi bilisizlar. Şu ceza lagerlerini Uygur ırkı qirg'inchiligini dunyoga oshkorlashda bizning bu jasur fidokor qahramon lager shoirlarimizning nayet cho'ng roli bo'ldi. Bu vaqtda hozirman. China lies, people die! China lies, people die! China lies, people die! China lies, people die! What do we want? Freedom! 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 Stop the massacre! Stop the massacre! Stop the massacre! Stop the massacre! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Tibet! Freedom for Tibet! Freedom for Hong Kong! Freedom for Hong Kong! We want freedom! We want freedom! We want rights! We want rights! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga ozodlik! Where is my family? Where is my family? Close the camps! Close the camps! We want rights! We want rights! We want rights! We want rights! China, stop the lies! China, stop the lies! China, stop the lies! China, stop the lies! China lies, people die! China lies, people die! China lies, people die! China lies, people die! UN, wake up! UN, wake up! We want rights! We want rights! Close the camps! Close the camps! Stop the genocide! Stop the genocide! Stop the genocide! Stop the genocide! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga ozodlik! What do we want? Freedom! What do we want? Freedom! Aferin, maşallah kızımızga. Janagılık şu orunları üçün. Az kırnaşta Xitay isap bəgə vaxtıda təmtirib bir Xitay 5 minut cavab vermey qatdı. Bugün bir yerde Birleşken Devletler Teşkilatı İqtisadi, İctimai ve Medeniyet Hukukları Kengeşininki 18 kişiden tərkib tapqan mutaxassis heyeti Xitay vekiller ümididir. Soraydı, nimeni soraydı? Xitay özünü imza atqan Birleşken Devletler Teşkilatı iqtisodiy, ijtimoiy, madaniyat huquqlarini qo'g'dash xalqaro ahdnomasi
Xitoy imzo etgan buning 31 modda. Shu 31 modda bo'yicha bir-birlar Xitoydan hisob so'rayotdi qarindoshlar. Xo'sh, aramizda yoshini qaqini qaramay ataydan Germaniyadan kelib aramiz qo'shilgan bizning peshqadamlarimizdan İlham To'xtani qo'llash gruppasininki raisi hurmatli Enverci akamızın yurak sözünü anlayalım. Merhaba. Esselamu Aleyküm aziz yurttaşlar. Yaşlarımızdan bulup mu yüzleri yalqınlık sözlerini anlar. Eminim 3-4 yıl üzerinden sebepler ortaklaş geldi. Ben üzem kol götürüp söz aldım. Ben Dünya Uygur Kurultayı'nınki asasi kurguçisi. Bunun 22 yıl avval birinci kere vaktimizde BDT kayada, bu komitet kayada bunları ya bilettik ya bilmettik. Ya 20-30 kişi aran kelerlettik ya kelemettik. Bugün bana dünyanın 4 kıtasıdan degandek yüzlerce kardeşimizin vatan millet sevgisi için bir yerge kelganligi için gururlandım. Yeşim 74 yaşta veripti. Bundan 30 yıl avval davamızı bir yerde başlatkan olsa bugün sizlerge okşaş aziz yurttaşlarımızdan, yaşlarımızdan bu bayrakta ege olup müstakil bulanmagan bolsak mı müstakillikka elip bardığanlıqlarga işençim kamil. Degende bayda ötkendek bunun 22 yıl avval undaq bir tüzek teşkilatımız yoktu. Yaksak işte anlamadı. Bugün bana biz birlik kurgan dünya teşkilatımızın reisi müşahede oturup derdimizni anlatıptı ve aşıla çakırıp eserde bizni muhatap kılışlar mecbur boyutuptu. Bunun için kolumuzdan gelişçe hareket kılıp ümitsizlenmezden bu küreşimizni birlikte devam etkizeyle Allah kelgen hemmelerden razı olsun, kemigellerden razı olsun ve bunun için çekimi kör sanda bundan namayişlarda bir gibi oluşumuzu ümit kılamam. Bayağı bir reisimiz başkalarımız da öttü. Bugün atanmış Şincan hükümetindeki reisi London'dan kovlanğanda çıkıp gitti. Paris'e baranmaydigan bo'ldi. Belgiyaga baranmaydigan bo'ldi. İnşallah bundan keyin Xitoyning resmiy vakilleri, tashqi ishlar ministrlari ve Beijing Xi Jinping'e o'xshagan reisleri bu erkin dünyada erkin kılamaydı ahval keldi ve bunun için biz özümüzden kuruşumuzda devam etkizimiz Allah hemenlerden razı olsun. Rahmet. Rahmet, hürmet Enverci'ninki. Aziz qarindoshlar, atalmış Atmur ayının Qurchaq reisi Erkin Tunyaz'ninki bu qatim 12 fevraldan başlap Angliya, Belgiya ve Fransiyada qilgan ziyoratini bekor qilishga majbur qilishi bu Uyg'urlar uchun cho'ng bir diplomatik bir g'alaba. Mana bizning shunga o'xshash fidokorlik ko'rsatishimizning bir mas'uli shuning bir natijasi aziz qarindoshlar, shunga ko'rsatgan hech bir ajrimiz ko'rsatgan hech bir fidokorligimiz bekor ketmaydi. Uning unumi bo'layotdi. Xitoyga oid cho'ng xalqaro bir besim bor. Shu fidokor qarindoshlarimizning soyasida. Hamda shu Erkin Tunyaz'ninki bu derecede restauratörlükte en mühim rol oynayanların birisi aramızda Dünya Uygur Kurultayı Londra İşhanası'nın direktörü ve İngiltere'deki Uygur kırgınçılığını tostuk kılış teşkilatınki direktörü Reyma Mahmut Hanım var. Bir yerde hem mınlaq vakalta Reyma Mahmut Hanım'a tekrar rahmetini getirmem bir çabuk söyletinler. Matbuatlardan mükemmel artık değiştim ayıstı yok mu? Zor bir dakikalık gösterdi hakikaten. Hoş, ahırda bizning ham Avstriyadan kelgan bir kardeşimizning bir yurak so'zi bor. Olim O'pir efendim, sizning yurak so'zlaringiz bilan aytsak. Merhamet.
Qarindoshlar, unda bo'lsa Fransiyadagi oqsoqollarimizdan Ali apandim bu aramizda bu yurak so'zni anglaylik mana bu. Bismillahi, elhamdülillahi, rabbil alemin. Qarindoshlar, biz Fransiyadan biraz qarindoshlarimiz keldik. İnşallah Allah kalsa biz Fransiyadagi Uyg'urlar o'sha bütün inşallah muhojirlar jur'atda Uyg'urlarga qanday Uyg'urlar birlashish kerak, qanday birlashidi degan inşallah bizdagi bir Allah kalsa ibrat qilgan bir proyektimiz bor. Allah kalsa keyin inşallah ko'rib qolsizlar. Endi men mana deb o'ylayman, shu muhojirlar jur'atdan Uyg'urlar har biri Uyg'urni ko'kini setib dokumentini ilib yashayotganlar, biroq Uyg'ur harakatiga aralashmaydiganlarga inshaalloh ularning so'roq keldi. Allah so'raymiz. Hozir endi Xitoylarga qarshi bir o'zim shaxsiy so'zlayman, sizlar tekshirtinglar bo'ldi. Endi inshaalloh biz mana shu Uyg'urlarniki Xitoylar bilan kelgan Uyg'urlarni inshaalloh qisosini olamiz. Bizga meni shaxsiy o'zimniki, meni qishib yurgan bolalarni rasmiy umidi bor. Alloh xolsa bizga inshaalloh Alloh subhanahu va taolo mustaqillik berdi. Cho'qin berdi unga. Onun shak yo'q. Mushu Xitoylar bilan kelgan Uyg'urlarga sizlarga bizden inşallah yaqinda bizni qo'llarimizda Allah subhanahu va taolo sizlarni jazolaydi. Allah subhanahu va taolo bizniki hozirgi muhojirat jur'atga Uyg'urlar jinni hayotini pido qilayotgan masala kelgan qarindoshlarimizni qo'llari bilan Xitoylarni vayron qildi. Xitoylar bilan birga kelgan Uyg'urlarni inshaalloh biz qisos olamiz. Qayerda bo'lsin. Rahmat aziz qarindoshlar. Yurak so'zlarini angladik. Endi biroz shuvar to'g'ri. Rahmat xonim mana. Yani bir qatim assalomu alaykum fidokor azimatlarimizga. Endi yana namoyish maydoniga safarbarlik qilib kelishga oqsat turib xizmat ko'rsatgan nomsiz fidokorlarimizga aferin va rahmat deymiz. Men inglizcha va uyg'urcha shuarga tayyorlik qildim. Birga o'ylaylik. Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop killing Uyghurs! Stop killing Uyghurs! Stop killing Uyghurs! Stop killing Uyghurs! Save the Uyghurs! Save the Uyghurs! Save the Uyghurs! Save the Uyghurs! Act now! Act now! Act now! Act now! China fascist! China fascist! China fascist! China fascist!
Şarkı Türkistan'a müstakillik. Uygurlarga erkinlik. Uygurlarga erkinlik. Uygurlarga erkinlik. Uygurlarga erkinlik. Uygurlarga hürlik. Uygurlarga hürlik. Stop the genocide. Stop the genocide. Stop the genocide. Stop the genocide. Stop killing Uyghurs. Stop killing Uyghurs. Stop killing Uyghurs. Stop killing Uyghurs. China fascist. China fascist. China fascist. China fascist. China terrorist. China terrorist. China terrorist. China terrorist. China fascist. China fascist. China liars. China liars. Shame on China. Shame on China! Shame on China. Shame on China! Stop killing Uyghurs. Stop killing Uyghurs! Stop killing Uyghurs. Stop killing Uyghurs! Stop killing Uyghurs. Stop killing Uyghurs! Uygurlarga müstakillik. Uygurlarga müstakillik! Uygurlarga müstakillik. Uygurlarga müstakillik! Uygurlarga hürlik. Uygurlarga hürlik! Yaşasın erkinlik. Yaşasın erkinlik! Yaşasın müstakillik. Yaşasın müstakillik! Rahmat. Aramızda yana Tibet inisiyatif gruplarından yani Şveysariya'daki vekilleri var. Şu an Jack Arnald. Yes. I would like to invite you to speak out. Thank you. Hello everyone, I'm very honored to be today with you. I'm a representative of the SAST or the GSTF in Zurich. We are Tibet support group and as well we support your cause because it's the same as us. I'll just take my papers. Last year, in October 6, 2022, the Human Rights Council chose to not organize a debate on the situation of human rights in East Turkestan. Of course, China opposed it, as well as many African and South America countries. All these countries are sponsored by China, so it's normal that they oppose this kind of action. The draft decision was rejected in a vote with 19 votes against, 17 for, and 11 abstention. Some countries like Ukraine, India, and Brazil didn't vote. They abstained themselves. Again, this report was made by the United Nations during the trip of Mrs. Bachelet in East Turkestan last year. Unfortunately, as you know, the report which came out was not very, how do you say, was not very clear. Exactly, was not strong enough. They just acquainted that some things are not going so well, but that's all. We hoped from this report something much more important, because the Xinjiang region in northwest China, the United Nations spoke of possible crimes against humanity and pointed the credible evidence of torture and sexual violence against the Uyghur minority and called for international action. The extent of the arbitrary and discriminatory detention of members of Uyghurs and other predominantly Muslim groups may constitute international crimes. In particular, of course, crimes against humanity. The report said that the report was less than 50 pages in its conclusion.
In it, the United Nations called on the international community to act urgently in the face of the accusation against Beijing. Allegations of recurring practice of torture or ill treatment, including forced medical treatment and poor prison conditions, are credible, as are individual allegations of sexual and gender-based violence. Of course, Beijing continued to reject Xinjiang report's accusation. Under these conditions, Western countries such as France consider that it is therefore not only legitimate but also necessary in view of the mandate given by Resolution 62151 of the UN General Assembly that this Council examine this violation. For Paris, such a debate would have had the purpose of discussing, debating, exchanging on a subject which strikes public opinion all over the world. It is important to provide answers to the legitimate concern they express. But in recent weeks, Beijing has continued to deny this accusation. China has insisted that these camps were training centers in the region to counter extremism. The same goes on in Tibet. You have the same problem as us. We are speaking now of a genocide. In Tibet, more than 2 million people have been controlled with the ADN, and it's now starting to be the same with the Uyghurs. The Chinese ambassador, when this report came out, warned shortly before the vote that the motion would create a dangerous shortcut for examination of other countries' human rights record. It's a fact that Chinese, every time they are put in accusation, they always try to say that it's worse in other countries, so they are not so bad at all at the end. Today, China is targeted. Tomorrow, every other developing country will be targeted. Today, we stand here in front of the Palais Wilson to ask again the United Nations to take action against the CCP, which is organizing a mass genocide of Uyghurs and Tibetans in these so-called rehabilitation camps. Never forget that CCP lies and people die. Let's be witnesses to these actions and stand in solidarity with all suffering minorities all over the world. And to finish, I personally want to express our deepest sympathy to those of you who lost loved ones in the earthquake in Turkey. Thank you very much for letting me take this speech. Thank you very much. Thank you for your work. Thank you for coming also. Now we want to shouting again. Aziz qeyrindaşlar, hazır işçiden aralıkta xəbərlər kəp turuyatdı. Bolsa yığılıb, bütün küçümüzni yığıb durub, bar küçümüz bilen bir şuarını tolsak texim yaxşı buldu. İbay tolgan şuarlarımızdan şunçilik ciddiyleşdi ki, aralıqda bir Xitay diplomatını sözü teklif qilsa, mikrofon titrab 5 minut cavab beremepti so'ralgan savolga. Bu hazır iniq tevatida yili bir tanap soğan çağda içidikiler derizini içi yutudu. O vaqtda ovozimiz texim iniq anglandi. Hozirni o'zimiz shunchalik iniq anglayotibdi. Hatto yig'inni davatgan gaplarini unutib kekashlab turayotibdi ichida. Hatto ichidimi ibodatimi deb o'tgandek Uyg'ur manqurt yag'an shohidlarni tatib bor. Shunglashqa keyinda turayotgan, tarilib turayotgan qarindoshlar xapmay oldigaroq kelsanglar, yig'ilib bor kuchimiz bilan biz har kun to'lmaymiz bu shuarni. Bu fursat qo'limizga har kuni kelmaydi. Shunglashqa bor kuchimiz bilan yig'ib bo'lsa-mu, bugunlik bo'lsa-mu, ishlarninki yurtini mujitishimiz kerak. Bunchalik ishni biz qila olishimiz kerak. Biz boshqa qilmaymiz, faqat shuar to'laymiz zotimiz. Buni qilamisak, boshqa cho'ng gap qilishga hojat yo'q deb o'ylayman. Xo'sh.
Uygurlarga erkinlik! Uygurlarga erkinlik! Uygurlarga mustaqillik! Uygurlarga mustaqillik! Xitoy vatanimizdan chiqib ket! Xitoy vatanimizdan chiqib ket! Uygurlarga ozodlik! Uygurlarga hürriyet! Uygurlarga hürriyet! Uygurlarga ozodlik! Uygurlarga hürriyet! Xitoy, sen bizning irodamizni qul qilolmaysan! Xitoy, sen bizning irodamizni qul qilolmaysan! Sen bizning batnimizni kontrol qilishing mumkin, ammo bizning mangu irodamizni qul qilolmaysan! Qul qilolmaysan! Qul qilolmaysan! Bizni yo'qotolmaysan! İrademizni tavritamaysan! Biz hergiz bo'sh tutqanmaymiz! Harmaymiz! Palmaymiz! Charchamaymiz! Vatan uchun! Aziz Uyg'urim uchun! Bor kuchimizni to'layli qarindoshlar! Vatanda izlayotgan qarindoshlarimiz uchun, biz uchun umid bilan lagerlar saqlayotgan qarindoshlarimiz uchun bor kuchimiz bilan yer vitini ko'taritilim yani. Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga ozodlik! Har bir so'ar to'lgan vaqtimizda vatanda bosqinchilik uchrayotgan, ezilayotgan, setilayotgan qiz-singillarimiz, hadilarimiz qo'limiz kelsin. Ben nimish qila olayman, nimish yashayapman degan vaqtimiz fursat keldi. İçindekilarning yurkini mujdaytishimiz kerak. Çünkü ularning shohidligi, guvohligi butunlay yolg'on. Bizning haq, bizning rost. Mushundaq turib ovozimiz chiqishi kerak. Chiqmasa biz nimishni yashaymiz. Aziz xalqim, Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga mustaqillik! Uyg'urlarga mustaqillik! Uyg'urlarga mustaqillik! Uyg'urlarga mustaqillik! Xitoy, sen bir qozon suv bo'lsa, biz sen bir o'chim tuzib ketamiz. Biz sen bir o'chim tuzib ketamiz. Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Aziz qarindoshlar, o'tgan qitimda lager shohidlarimizninki bergan guvohligidan birisi meni bir hafta uxlatmadi. Hozirgacha azoblanadi. Xitoyninki vatanniki zulmi, vahshiligi shunchalik darajaga beribdiki, Uyg'ur yosh yigitlarimizni uyga akirib qo'yib turib, shularning ko'zini ko'rsatib qo'yib turib qizlarimiz bosqinchilik qildiki, biz Xitoyninki hozir shularni yo'q deyapti ichida. Hammasi erkin yashayapti deyapti. Uyg'urlar noyatli demokratik shaklda yashayapti, dinni yashayapti deyapti. Shu vaqtki shu lager shohidimizning aytishicha, shu tug'an yosh yigitlarimiz ko'rsatib qo'yib turib, oilasiga bosqinchilik qilayotgan chaqda hamon bir kuni bizga fursat keldi deb turib fikrlab turdik. Mushtumlar tugilib, qo'llar qanab ketdi. Shular uchun vaqiraylik qarindoshlar. Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga mustaqillik! Uyg'urlarga mustaqillik! Uyg'urlarga hurriyat! Uyg'urlarga hurriyat! Uyg'urlarga hurriyat! Uyg'urlarga hurriyat! Xitoy, vatanimiz Sharq Turkistondan chiqib ket! 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 Vatanimizdan chiqib ket! Vatanimizdan chiqib ket! Biz azaldan hur, mustaqil millat! Biz azaldan hur, mustaqil millat! Biz azaldan erkin, mustaqil millat! Sharq Turkiston besilmag'imdir! Sharq Turkiston besilmag'imdir! Sharq Turkiston besilmag'imdir! Sharq Turkiston besilmag'imdir! Vatanimizga ozodlik! Vatanimizga ozodlik! Vatanimizga mustaqillik! Vatanimizga mustaqillik! Vatanimiz mustaqillik! Vatanimiz mustaqillik! Vatanimiz Sharq Turkistonga mustaqillik! Vatanimiz Sharq Turkiston mustaqillik! Vatanimiz Uyg'uristonga mustaqillik! Vatanimiz Uyg'uriston mustaqillik! Uyg'urlarga ozodlik!
Uygurlarga azatlık. Uygurlarga azatlık. Uygurlarga azatlık. Xitoydan hamon bir kun hesap so'raymiz. Xitoydan hamon bir kun hesap so'raymiz. İçindeki satbullardan, mankurtlardan hamon bir kun hesap so'raymiz. Hamon bir kun hesap so'raymiz. Hamon bir so'raymiz. Hesap so'raymiz. Hesap so'raymiz. Hesap so'raymiz. Hesap so'raymiz. Uygurlarga mustaqillik. Uygurlarga mustaqillik. Xitoy ota-onamiz dedi. Xitoy ota-onamiz dedi. Ota-onalarimiz dedi. Ota-onalarimiz dedi. Aka-inalarimiz dedi. Aka-inalarimiz dedi. Ota-singillarimiz dedi. Ota-singillarimiz dedi. Tuqqanlarimiz dedi. Tuqqanlarimiz dedi. Aziz Uyg'ur millatiga mustaqillik. Aziz Uyg'ur millatiga mustaqillik. Uyg'urlarga ozodlik. Uyg'urlarga ozodlik. Uyg'urlarga ozodlik. Uyg'urlarga ozodlik. Mustaqillik bizning haqqimiz. Mustaqillik bizning haqqimiz. Mustaqillik bizning haqqimiz. Mustaqillik bizning haqqimiz. Uyg'urlarga ozodlik. Uyg'urlarga ozodlik. Sharq Turkistonga ozodlik. Sharq Turkiston ozodlik. Uyg'uristonga ozodlik. Uyg'uristonga ozodlik. Sharq Turkistonga mustaqillik. Sharq Turkiston mustaqillik. Uyg'uristonga mustaqillik. Uyg'uriston mustaqillik. Uyg'urlarga erkinlik. Uyg'urlarga erkinlik. Xitoy urug' tuqqanlarimizni qo'yib. Xitoy urug' tuqqanlarimizni qo'yib. Lagerlarni darhol taqa. Lagerlarni darhol taqa. Lagerlarni darhol taqa. Lagerlarni darhol taqa. Vatanimizdan chiqib ket. Vatanimizdan chiqib ket. Sendan hamma bir kun hesab so'raymiz. Sendan hamma bir kun hesab so'raymiz. Hesab so'raymiz. Hesab so'raymiz. Hesab so'raymiz. Hesab so'raymiz. Uyg'urlarga ozodlik. Uyg'urlarga erkinlik. Uyg'urlarga erkinlik. Xitoy yolg'on guvoh berishni to'xtat. Xitoy yolg'on guvohlik berishni to'xtat. Yolg'onchilikni to'xtat. Yolg'onchilikni to'xtat. Ko'zbo'yamchilikni to'xtat. Ko'zbo'yamchilikni to'xtat. Uyg'ur erkak qirg'inchilikni to'xtat. Uyg'ur qirg'inchilikni to'xtat. Qo'lida to'mirni sunuqim yo'q xalqni qirishdan xijil bo'l. Xijil bo'l. Xijil bo'l. Nomus qil. Nomus qil. Hesab so'raymiz. Hesab so'raymiz. Hesab so'raymiz. Hesab so'raymiz. Xitoy vatanimizdan chiqib ket. Xitoy vatanimizdan chiqib ket. U vatan bizning. U vatan bizning. U vatan kimning? Bizning. Kimning? Bizning. Kimning? Bizning. Vatanimiz bizning. Vatanimiz bizning. Azaldan bizning. Azaldan bizning. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga ozodlik. Uyg'urlarga ozodlik. Bizning ozligimiz seni ko'ranglantirib qo'ymishlar Xitoy. İbay degandek, sizlar bir qozon suv bo'lsanglar, buni ajdodlarimiz burun ishlatgan. Xitoylar qarshi. Xitoylar bizni azaldan ozlab mansitmagan. Chichiva tutab ko'ranglatdi. Bo'lib tutab ko'ranglatdi. Tarqaqlashtirib tutab ko'ranglatdi. Ammo biz san bir o'chim tuz o'tib ketamiz. Bir o'chim tuz o'tib ketamiz. Hesab so'raymiz. Hesab so'raymiz. Hesab so'raymiz. Hesab so'raymiz. Uyg'urlarga ozodlik. Uyg'urlarga ozodlik. Uyg'urlarga ozodlik. Uyg'urlarga ozodlik. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga erkinlik. Uyg'urlarga erkinlik. Xitoy vatanimizdan chiqib ket. Xitoy vatanimizdan chiqib ket. Xitoy vatanimizdan chiqib ket. Xitoy vatanimizdan chiqib ket. Uyg'urlarga ozodlik. Uyg'urlarga ozodlik. Sharq Turkistonga mustaqillik. Sharq Turkiston mustaqillik. Uyg'uristonga mustaqillik. Uyg'uriston mustaqillik. Uyg'urlarga erkinlik. Uyg'urlarga erkinlik. Biz o'lmaymiz. Biz o'lmaymiz. Kurashimiz to'xtab qolmaydi. Kurashimiz to'xtab qolmaydi. Mangu kurash qilamiz. Mangu kurash qilamiz. Odoq kurash qilamiz. Odoq kurash qilamiz. Vatanimiz mustaqil o'g'it kurash qilamiz. Vatanimiz kurash qilamiz. İrademizni bo'shaftira olmaysan. İrademizni bo'shaftira olmaysan. Qondira olmaysan. Qondira olmaysan. Chekindira olmaysan. Chekindira olmaysan. İrademizni qulqila olmaysan. İrademizni qulqila olmaysan. Bizni o'ltira olishing mumkin, yo'qota olishing mumkin, ammo bizni mangu tugutamaysan Xitoy. Buni mangu unutib qolma.
Unutkanma. Hesap soraymiz. Hesap soraymiz. Kimden hesap soraymiz? Xitoydan. Kimden hesap soraymiz? Xitoydan. Kimden hesap soraymiz? Xitoydan. Uyg'urlar mustaqillik. Uyg'ur xalqi nimani xohlaydi? Erkinlik. Uyg'ur xalqi nimani xohlaydi? Mustaqillik. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga erkinlik. Uyg'urlarga erkinlik. Uyg'urlarga erkinlik. Uyg'urlarga erkinlik. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga mustaqillik. Xitoy vatanimizdan chiqib ket. Xitoy vatanimizdan chiqib ket. Xitoy vatanimizdan chiqib ket. Xitoy vatanimizdan chiqib ket. Sen bizning dinimizni o'zgartding. Asfasiya qilding. Uyg'urchani unuttirib etdim deb o'ylaysan. Ammo bizning tilimiz yana ham Uyg'urning tili. To'mirimizda eqiyotgan adoqchi Uyg'urning tili. Bu qon eqib tugamaydi. To'xtat. Uyg'ur erki qirg'inchilikni tezdan to'xtat. 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 Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga mustaqillik. Hammanglarga rahmat. Aziz qarindoshlar va ekran oldidagi hurmatli ko'rmanlar, hozir biz Germaniyaning Stuttgart shahridan kelgan Abdushukur Hajim akamizni bir yurak so'zini qilishga saklik taklif qilmoqchiman. Abdushukur aka, qani saklik daromad. Sizning yurak so'zini tanlayman. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, aziz qarindoshlar. Allohning eng go'zal salimi bugungi mushtu so'ringa hozir bo'lgan inqilobchil qarindoshlarimiz bo'lsin. Bosgan har bir qadamlaringlardan gulini chiqsin. Allah menga seni avlodlaringlardan avlodga kelguchi go'zal qilsin, baxtli qilsin. Nima uchun? Chunki sizlar eng go'zal, eng cho'ng, eng pok bir farzni o'rindayotgan eng go'zal insonsizlar. Allah Teala ne dedi Kur'an'da? Tecavüzçüler, senin zımınlar biz gelgen gün, şu minut, şu saatin tatıp sizlerge tecavüzçü karşı güreş kılış perz kılın dedi. Sizler bana şu perzine uğrunda bakın en güzel insan sizler. Sizler milletin gururu, halkımızın ilgisi, her kanda kendilerine kılışka hukuklar var. En vicdanlı, en imanlı kademler sizler. Sizler bu faziletini meyge yokatmanlar. Aşkı fazilet dünya ve dünyadaki hem baylıktan katta. Allah Teala ne dedi? Cennette kamçının sipsilik vurur. Cennette kamçının sipi. Şiddet vurur ne dedi? Dünyadaki baylıklarını tekiştik mi bunu alamayız dedi. Demek sizler yani şu güzel cennetlerde Allah'ın ki aşırı razılığı müyesser bu için insanlarsınlar. Biz Hudayın buruşta çokum kalbi kılımız. Ne mümkün? Çünkü hakikat bizde. Peygamber Aleyhisselam da atıyor. Hak geldi, batıl yokal dedi. Hak geldi. Bana biz 49. yıldan tatip hak ne? Dünyada bugünkü de sözleyemeyken bilen bugün bana biz bana muşundan çıkılıp dünyanın siyasi merkezde hak ne? Bütün dünyayı teşvik kılatımız. Nemde mazgimi münaziminim. Ma tecavüz Xitay. Yani yegenler algan. Bizni yokutup muşuzimini mengölük özden kılmamak bulup atıldı deyip ma hakikatini sözlevatımız. Hazır biz acizde göregen bilen emniyeti en küçük. Nima uchun? Çünkü bizning kaynimizda olamlarning parvardigori mehribon Allah bor. Kim Allah kimning kayni turgan o odam qalbi qildi. Chunki nima dedi Allah Taala? Men kimga yordam berganman, uni mag'lub qilguvchi hech kim bo'lmaydi dedi. Allah bizga yordam berishni iroda qilsa, bizni hech kim mag'lub qilolmaydi. Shu Xitoy ilgari qandaqdi? Shunda bir sisiq
meynat, mumxay kiygan, o'zining qiniga, o'zining mo'misini shilab yeydigan, o'zining bolasini o'zi yeydigan shunday nasma, ishbas bir millat edi. Bugun o ko'tarildi. Ammo terisi sig'may qoldi. Butun dunyodagi naqshlikni ko'rdi. Bugun dunyoda Xitoy ilgari bizning dushmanimiz bo'lgan bo'lsa, bugun endi o butun dunyoning dushmani bo'layotdi. Butun dunyo xalqi asta-asta bilayotdi. Bizning qalbimiz nimaga emas? Bizning qalbimiz bizning birinchi istiqbolimizga mansub. Ikkinchi bizning izchilligimizga mansub. Biz inqilobga to'g'ri ideya, to'g'ri ko'z qarash bilan qatnashishimiz kerak. Qanday ma'vu tashkilotlar roziligi uchun meni Dolqin Aysa ko'z qiladi deb emas. Ma partiyaning roziligi uchun emas. Ma Allah buyurib ekan, ma inqilobga. Ma Allah roziligi uchun borman. Qiyomat kuni mendan so'roq qiladi degan ideya bilan biz maqsad ma inqilob andin qalbiga erishdi. Bütün teşkilatlar bizdeki baylıkımız, mayli partiya olsun, mayli qurultay olsun, mayli hükümet olsun, inqilab yo'lidagi hamma teşkilatlar bizim baylıkımız. İnqilab yo'lidagi hamma inqilobchilar bizim qarindoshlarimiz. Biz mana shunda ruh bilan bo'lganda, o'zaro bir-birimizni e'tirof qilgan vaqtimizda, hurmat qilgan vaqtimizda bu kurashga Allah roziligi uchun qatnashganda, ondan biz Allah'ni ta'sirlantiramiz. Qachon biz Allah'ni ta'sirlantirganda Allah dünyanın vaziyetini bizga foydali, Xitoyga foydasiz bir holatga akilib berdi. Bo'lmasa biz kichikina ojiz kuchimizdan shu dahshatli Xitoyning ustini g'alaba qilolmaymiz. Bizning ishlayotganimiz nima? Allah. Chunki dunyo kimning qo'lida? Allohning qo'lida. Dunyoning vaziyatini kim o'zgartirdi? Allah o'zgartirdi. Siz Ukraina qarab qo'yinglar. Ukrainada aşınçılık kural yok. Aşınçılık tekniki yok. Nima uchun o shunchalik qurolga ega bo'ldi? Dunyodagi eng dahshatli bir Rossiyaning qalbi qilib kurash qilyapti. Demakki biz kurashni izchil ilib mang'alsak, bir-birimizga aka-indek ittifoq bo'lalsak, Allah roziligi uchun qadamni bosalsak, Allah'ni ta'sirlantiramiz. Allah dunyoning vaziyatini bizga foyda qilib berdi. Kaynimizni turgan sap canlarını, kanlarını, mallarını atalarına azametlerini biz yetiştirip berdi. Aynı vaxtda Afganistan Sovet İttifaqı Cahangirliğine qanday quvlar chiqadi. Allah ularga yordam berdi. Bütün dünyanın qurolları Afganistanga aqdi. Ana lekin Afganistan xalqi Sovet İttifaqı Cahangirliğini sharmandalarcha mag'lub qildi. Biz Xitoyni sharmandalarcha mag'lub qila olamiz. Buning uchun bizga iroda kerak, jasorat kerak, ittifoqlik kerak, inoqlik kerak. Allah'ın razılığını ko'zlab kurash qilmoqimiz lozim qarindoshlar. Şu vaqtida inşallah biz cho'qim g'alaba qilamiz. Biz o'zimizda herkes aciz tanmaydi. Fakat inqilobni izchil elib boradigan vaqtida bir-birimizdan inoq ittifoq bo'ladiganda Allah roziligi uchun bo'lib biz Allah'ni ta'sirlantirganda cho'qim mehribon Allah dunyoning vaziyatini bizga foydali qilib berdi. Allah'ın rahmeti bütün Müslümanlar bo'lsin. Cümleden bugün kelganmiz qarindoshlarimiz bo'lsin. Sizlarning bugün olgan har bir qadaminglar, hayzigan bir tiyin pulinglar dünya ve dünyadaki hamma boylikdan ustun. Cho'qim sizlar buni bilsa, men buni yopishim urib degan yerim yo'q. Bu Allohning kitobi qarab tayotgan gap bu. Cho'qim buni qalbingizni ko'rsizlar. Herkes kurash maydonlarini aqtashlab qo'ymaydi. İnqilob yanqiz qurultayga, yomiz bir partiyaga, yomiz bir tashkilotga mas'ul emas. Hammamizning inqilobi bu. Hammamizning kursi. Allah hammamizni o'z rahmeti shafqatini astırsın. Hayır, assalomu alaykum ve rahmetullah. Rahmat, hurmatli Abdushukur hojim, bu güzel tilaklarınız, notunuz için. Bayağı Xitoylar kirib chiqyapti. Adil ukam keladi Xitoycha. Uzun gapni qilmay, Xitoy terrorist, Xi Jinping terrorist deganni jibdanglam ya da. Freedom for Uyghurs! 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 China lies, people die! 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 UNO, break your silence! UNO, break your silence! UNO,
We want freedom. We want freedom. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Stop Uyghur genocide. 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 China lies. People die. China lies. People. China lies. People die. China lies. People die. We want freedom. We want freedom. We want our rights. We want our rights. We want our rights. We want our rights. We want justice. 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 China lies. People die. China lies. People die. UNO, we want justice. UNO, we want justice. UNO, we want justice. UNO, we want justice. We want freedom. We want freedom. We want justice. We want justice. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Tibet. Freedom for Tibet. Freedom for Tibet. Freedom for Tibet. Freedom for Hong Kong. Freedom for Hong Kong. Freedom for Hong Kong. Freedom for Hong Kong.
We want freedom. We want freedom. We want our rights. We want our rights. We want our rights. We want our land. Where our family? Where our family? Where our people? Where our people? Where our brothers? Where our brothers? Where our sisters? Where our sisters? Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! UNO, we want justice! UNO, we want justice! UNO, we want justice! UNO, we want justice! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Tibet! Freedom for Tibet! Freedom for Hong Kong! Freedom for Hong Kong! We want justice! We want justice! Terrorist China! Terrorist China! Terrorist Xi Jinping! Terrorist Xi Jinping! China lies! People die! China lies! People die! China lies! People die! China lies! People die! Don't trust China! Don't trust China! Don't trust China! Don't trust China! We want justice! We want justice! We want our rights! We want our rights! We want freedom! We want freedom! We want freedom! We want freedom! Where is our Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Namoyish nihoyatda jiddiy davom qilyotdi. Hozir bo'lsa naq maydonda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iqtisod, ijtimoiy va madaniyat huquq komitetining 70-navbatlik yig'ini ko'rinayotganinglardek namoyishchilarning oldidagi bino Wilson sarayida o'tkazilyotdi. Bu yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi hurmatli To'lqin Iso apandi, Zumrat Tay xonim, shundoqla lager shohidi Qalbinur xonimlar bu yig'in naq maydonida bor. Lekin imkoniyat bo'lmaganligi uchun biz ularningki yig'in naq maydonini bu yerda ko'rsatishga imkoniyatimiz yo'q. Lekin bevosita tarqatilayotgan naq maydonni biz ko'ryapmiz. Tövende bu naq maydon yig'inninki tafsilotini egallash uchun Dunyo Uyg'ur qurultayininki Uyg'urcha bayonotchisi, shundoqla Berlin ishxonasi mudiri G'ayir Qurbon apandininki bu G'ayir Qurbon apandini naq maydonga taklif qilamiz. Qani marhamat G'ayir Qurbon apandi. The minimum wage regulation is to Assalamu alaikum. Dünyanınki her qaysi joylardagi aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Bugun ekranimiz orqali navbatda Janvada ilib borilayotgan keng ko'lamli namoyishimizni ko'rganliginglar uchun sizlarga ko'p rahmat bildiramiz. Bugun hammalar xabaringlar bo'lgandagidek Shveysariyaninki Janva shahrida 73-navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ijtimoiy, iqtisodiy va madaniyat huquqlari komitetininki bir qitimliq yig'ini ilib borilyotdi mush daqiqalarda. Bu yig'inda Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki kun tartibi bo'yicha Xitoy masalasi nuqtaliq ko'zdan kechirilmoqda. Mana bu ekranda ko'rganinglardagidek bu yig'in navbatda nihoyatda jiddiy davom qilmoqda. Bayam programmamizninki yetakchisi Baxtiyor apandi degandagidek bizningki bu naq maydonda Dunyo Uyg'ur qurultayi programma yetakchisi va lager shohidlikdan boshqa Dunyo Uyg'ur qurultayininki raisimi shu yig'inga qatnashib so'z bayon qilish fursatini saqlab turmoqda. Bu qitimliq yig'in Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ijtimoiy, iqtisodiy va madaniyat huquqlarini qo'g'dash kelishimnomasi, ahdnomasi bo'yicha har qaysi davlatlarningki shu o'z davlatidagi xalqlarning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniyat huquqlarini qo'g'dash yo'lida xalqaro o'lchamda bekitgan saviyada
shartlar bo'yicha qaysi taraflarniki ijro bo'lganligi, qaysi taraflarniki ijro bo'lmaganligi, ijro bo'lmagan bo'lsa nima sababdan bo'lmaganligi ko'zdan kechirilib chiqadi va buningga qarata dunyodagi davlatlar jumladan Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki bu komiteti Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki şu ehtinamisiga binoan ve özü gözetken kemsizlikler, yetersizliklerge qarata özününki fikirlerini oturup koyup çıkıdı ve bu devletler muşu kıtımlık yığında oturup koyulgan fikir taleplerini keler kıtımlık şu ahvallar yani bir kıtım közden keçirilip boğuca icra kılış mecburiyeti var. Çünkü halkaralık şartnamada, anlaşmada başında belirlengen. Şunun için bu yığındaki demek ehmiyeti fevkalade zor. Çünkü bu Uygur kırgınçılığı ilip birlivatkan, devam kılıvatkan dünyada ondan artık devletler Xitay'nınki Uygurlarga qaratgan siyasatınki irqi qirg'inchilik bo'lganligini jakalagan va dunyodagi ko'p davlatlarda Uyg'ur qirg'inchiligiga chetishlik bo'lgan Xitoy amaldorlarini jazolash va shundoqla Uyg'ur qul emgakiga chetishlik bo'lgan shirkatlarga taqib ostiga ilish qatorliq bir qator foydali ahvollar yuz berayotgan shundoq bir tarixiy ak ko'rinishda ilib berilmoqda. Ekranımızı ko'rib atqanligidek dunyoninki har qaysini yig'ilgan bir qancha yuz Uyg'ur qarindoshlarimiz Shveysariyaniki Janva shahrida mana shu qitimliq yig'in ilib berilayotgan binoning oldida o'zininki jangovar shuarlari bilan Xitoy hukumatiniki bu yig'inning ichida o'zininki sapsatisini setib olganligi vatanda Uyghur xalqiga qarta irqiy qirg'inchilik qilayotganligini chekka qarib qo'yib turib, mana shu yig'inning ichida o'zininki sapsatlarini satayotganlikqa qarshi ovozini yangratdi va xalqaro davlatlarninki shu yig'in qatnashayotgan shu yig'inda Xitoyninki ijtimoiy, iqtisodiy va madaniyat huquqliklarini qandoq dafsanda qilganliklarini tanqidlayotgan ve tanqidiy fikir berayotgan davlatlarga xalqaro jamiyatga o'zininki arzu talablarini o'tirg'a qo'ymoqda va anlatmoqda. Bu yig'indanki naq maydonda qatnashayotgan Dünya Uyg'ur Qurultayiniki raisi Dolqin Isa Efendi, programma Dünya Uyg'ur Qurultayi program yetakchisi va shundoqla BDT xizmatlarining yetakchisi Zümrettay Erkin Hanım ve cesur lager şahitlerimizden Kadmino Sedak Hanım muşu yığında hazır naq meydandan qatnashyapti. Ular abay degandagidek bu yığın jarayonida televiziyamizniki ziyoratini naq qabul qilish imkoniyati bo'lmaganligi uchun biroz yığın tugagandan keyin jamoat qurultayniki televiziyasining ziyoratini qabul qilib bu yerda anglagan ve istiqlallarını yani bıraktım xulosalab berdi. Ben bu yığında tor yığında tor taqtishini ko'rib turibman. Bu yığın o'zininki oldin ola e'lon qilgan kun tartibi bo'yicha Xitoy hukumatiniki shu inson Birleşken Devletler Teşkilatı medeniyet, iqtisod ve ijtimoiy komitetininki shu Xitoy haqida o'zininki tayyorlagan dokladini o'tirib qo'ydi va shundoqla Xitoy hukumatiniki shu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki Birleşken Devletler Teşkilatı'ga o'zi qo'l qo'ygan ehdilashgan bu shartnomalarga ehdinomaga binoan o'zininki ijro ahvollarini so'zlab berishga va shundoqla dokladni taqdim qilishga talab qildi va shuning bilan yig'in boshlangan bo'ldi. Yig'in jarayonida Xitoy hukumati o'zininki dunyoga tanishliq diplomatik usullari ve taktikleri boyunca bu yığını qasdan uzatish, o'ziga berilgan so'z
söz vaqtini qasdan uzatib, imkonning yeticha shu boshqalarni o'ziga qarshi fikr bildirmaslikka urinish degandek taktikalarni nihoyat usluq bilan qo'llandi. Bu yig'indimi degan Xitoy vakillari shu Xitoy vakillari shu nimaniki Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki medeniyet, iqtisod ve ijtimoiy haq huquqlarni qo'g'dash xalqaroliq ehtinomini qanday ijro qilganliklari haqida o'zininki fikrlarini naq joyini bayon qilmay, bu yerda shu ehtinomininki xalqaroliq, dunyoviy, tarixiy ahamiyati, Xitoy hokimiyatiniki bu taqiqnoma, bu shartnomaga imzo atganliginiki Xitoy hukumatiniki shu xalqarodagi bir mas'uliyatchan bir xalqaro jamiyatninki bir mas'uliyatchan parchasi ekanligini ko'rsatib turganligi va shundaqla Xitoy hokimiyatiniki yillardan beri o'zininki bu bu shartnomani bu yerdagi ehtinomini izchillashtirish, amillashtirish uchun ko'rayotgan kuchlik nimasini siyosiy g'arazini muddaosini degandagidek shundoq yo'qolang yapti gaplar bilan bu yerda Xitoyda saqlangan masalalarniki hech qaysiga tilga olmadi. Bu yerda hamma narsani jumladan Uyg'ur xalqiga, Tibetlarga, Hong Kong xalqlariga o'zininki bu xalqlarniki madaniyat, iqtisod va ijtimoiy huquqlarini qandoq yaxshi ta'min qilayotganligini, ularninki Xitoy hukumatiniki ostida qandoq bahuzur yashayotganliklari, o'zininki madaniyat, iqtisod huquqlariniki qanchalik kapolatga ega ekanliklari iborat shundoq safsatlarni o'ttirib qo'ygan bo'ldi. Va bunun qarta Birleşken Devletler Teşkilatı iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlari komitetininki bosh dokladchisi Xitoy hukumatiniki taqdim qilgan dokladidan keyin o'tirg'a chiqib, bu yerda jumladan Uyg'ur masalasini o'z ichiga olgan nurg'unlagan kamchiliklarni sanab o'tdi. Uning ichidagi meni diqqatimni topgan bir nuqta bu qitimliq nimada bu qitimliq bu ehtinomini amillashtirishninki ahvolini ko'zdan kechirish yig'iniga xalqaro jamiyatlarniki favqulodda tarixda ko'rilmagan darajada jiq nimasi bo'lgan, inkosi bo'lgan, qiziqishi bo'lgan, buningga nurg'unlagan davlatlar va shundoqla hukumatsiz tashkilotlar ko'p miqdorda bu yerda saqlanayotgan masalalarni tilga ilib doklad taqdim qilgan. Bu doklad taqdim qilgan o'rinlarning birisimi yana Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lib hisoblandi. Bu dokladlar jumladan hukumatsiz tashkilotlarniki qilgan taqdim qilgan dokladlari bu ehtinomniki ijro qilish ahvolini ko'zdan kechirish yig'inida nihoyat muhim paket sifatida diqqat e'tiboriga erishganligini bu yig'inniki bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki bosh dokladchisi maxsus tilga ilib o'tdi va buniki qanchalik muhim o'rin qo'yganligini davlatlarda saqlanayotgan masalalarni fosh qilishda bu xalqaroliq ehtinomlarniki to'g'ri yoki loyiqida ijro bo'lmayotganlik ahvolini bilishda shu hukumatsiz tashkilotlarniki dokladlarniki nuqtaliq o'rinda turganligini tilga oldi va shundaqla Xitoyda saqlanayotgan ig'ir masalalar sifatida Uyg'ur xalqininki madaniyat, iqtisodiy va ijtimoiy huquqlariniki yer bilan yakson qilinishini maxsus tilga oldi va jumladan Hong Kong, Tibet va Xitoyninki ma'muriyat tarmoqida bo'lgan Oman rayonlaridagi bu ehtinomlarniki ijro bo'lish ahvoli to'g'riliq o'zininki fikrlarini o'ttirib qo'ygan bo'ldi. Undan keyin Xitoy hukumati yana bir qancha savollarni jumladan Uyg'urlarniki, Tibetlarniki va Hong Kong xalqlariniki ijtimoiy, siyosiy va madaniyat huquqlariniki dafsanda bo'lish ahvolida to'g'risida bir qancha savollar so'radi. Lekin Xitoy hukumati bu savollarga udul javob bermay o'zininki
o'zininki shu madaniyat, iqtisod, barobarlik, ijtimoiy va sog'lomlik sug'urtasi, muhit asrash qatorliq ayollarning huquqlari, bolalarning huquqlari qo'g'dash jarayonida qandoq olamshumul natijalarni yaratganligi to'g'risida numussizlarcha bu yerda so'zlab o'tdi va suhbatninki temasini boshqa yerga burab o'zininki dunyodagi uchinchi dunyo ellariga qandoq yordam qandoq bir xayr saxovat yordamini qilayotganligi dunyoga 160 dan ortiq davlatga yordam qilayotganligi o'zininki bir balbaq bir yo'l strategiyasi bilan dunyoda o'rtaq bir ish barobar va paravan bir dunyo yaratishdan iborat bu strategiyasini amalga oshirish uchun nimalarni qilayotganligini so'zlab bu masalalarni jumladan uyg'ur masalasidek zil va muhim temalardan o'zini qochirishga tirishdi. Undan keyin Fransiyaniki Birleşken Devletler Teşkilatı turuşluq mushu reportga mas'ul xodimi so'z ilib Xitoy hokimiyatiniki bu yerda so'z yo'qotayotganligini qattiq aybladi. Ya'ni biz bu yerga Xitoy hukumatiniki qonunda qandoq yaxshi moddalarniki bo'lganligini anglash uchun kelmadik. Biz bu yerda shu yaxshi degan moddalarniki qanday ijro bo'lish ahvolini bilgimiz bor. Biz bu yerda 2017 yildan buyon dunyodagi hamma yerlarda shu Uyghur qirg'inchiligi, jazo lageri va undan keyin shu majburiy emgak masalasini iborat ig'ir masalalarniki bo'lib qolganligini hammaylar anglab turyapmiz, bilib turyapmiz. Xitoy hokimiyati bu to'g'riliq qandoq islohotlarni ifoda bu masalalarniki hal bo'lishi uchun Uyg'urlarniki madaniyat, iqtisod va boshqa insoniy huquqlarniki kapolat egilish qilish uchun mushu shartnomaniki ramkasi orasida qandoq konkret ve ameliy xizmatlarni qildi. Shunchalarni millionlagan Uyg'urlarniki majburiy jazo lageriga solanganlik xabarlaridan xabar topdik. Bularning huquqlari acaba qandoq kapolatga ega qilindi, bularning qonun va huquqlari, advokat chaqirish, davlatning zo'rliq zo'mbuliqqa uchragan vaqtida o'zini qo'llash haqida qandoq tadbirlar ilib berildi deb nihoyatda keskin holda Uyg'ur masalasini qo'llab söz berdi. Yani Xitoy hukumatiniki mana azaldan ilib berib atganidek, o'xshash xalqaro saviyadagi cho'ng so'rinlarda o'ziniki qandoq yaxshi qonunlari borligini, qandoq yaxshi o'zining xalqiga qandoq yaxshi bir iqtisod, madaniyat va boshqa jihatdagi huquqlardan bahramand qilayotganligidan iborat bu nuqtalarni so'zlab o'tib meseleninki naq yadrosiga kirmaganlar. Yani bir yerde ko'rilib saqlanayotgan meselenin hech qaysiga kirmay gap yo'g'iltish orqali, vaqtni so'zish orqali ani keyindan A savolni so'rasa B savolga javob berish orqali mushtaq qilish orqali xalqaro jamiyatniki besimidan o'zini qochirishga tirishyotdi va ayni zamanda Pokiston o'xshash davlatlarmi Xitoyga yan besib Xitoyniki uchun dunyo ellariga qilayotgan iqtisodiy yordamlarniki naqadar katta yaxshi bo'layotganligi, Xitoyniki buni Xitoyniki bu taraflarni dunyoga bir ulgu deb qarash kerakligini, Xitoy hukumatiniki bundan uchun dunyo ellariga yordam qilish uchun yana qandoq töhfalar, yana qandoq yangi planlar borliq iborat Xitoy moslashib bu suhbatning temasini Uyg'ur masalasi, Tibet masalasi va Hong Kong masalasi o'xshash jiddiy temalardan burashqa yordam qilgan bo'ldi. Bu yig'in navbatda nihoyatda qizg'in bahs munozarada davom qilyotdi. Xitoyniki ekranda ko'rib turayotganidek Xitoy hokimiyatiniki markaziy hukumatdan va shundoqla Hong Kong va Oman alayda rayonlardan olib kelgan yuqori darajadagi amaldorlari mana shu so'rinda tushgan savollarga javob beryotdi. Abay degandek men kuzatgan doira ichida Xitoy hokimiyati bu savollardan o'zini qochirish, o'zininki qandoq yaxshi qonunlarni chiqarganligiga
мәселенің нұқтысыны оның қойып, çıkan şu kanunu qanday icra qilganliklarini, uningda nima natija yaratganligini shunda chiroyli qoldirmoq bo'pti. Bu to'g'riliq bu masalaga Xitoy hukumatı o'zini qochiryotdi va boshqa demokratik G'arb davlatlari Xitoy hukumatininkı bu rangvozliklarni, o siyosiy diplomatik yo'llarini darhol kuchli iboralar bilan tanqid qilib, jamoatchilikninki dünya jamoatchiligining diqqatini bu nuqtaga markazlashtirishni Xitoy hukumatininki bu yerda saqlanayotgan masalalarga ko'z yummasdan, agar haqiqatan xalqarodagi bir mas'uliyatchan bir a'zosi, mas'uliyatchan bir davlat bo'lsa va bo'lmoqchi bo'lsa, o'zininki mana shunday konkret masalalarga yaxshi bir hal qilish chorasini tep chiqib, xalqaro o'lchamda qonunlar bo'yicha shuni rioya qilgan asosda Uyg'ur, Tibet va shunga o'xshash boshqa xalqlarniki ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy huquqlarga tamoman kapolat qilishni talab qilgan bo'ldi. Yig'in davom qilyotdi. Ko'pchilikninki diqqat e'tibor berganligi uchun ko'pdan ko'p rahmat. Yig'in oxirlashgandan keyin mushu yig'inda naq maydonda qatnashayotgan Dünya Uyg'ur qurultiyi vakillaridan qoldi tafsilotni anglaysizlar. Dünya Uyg'ur qurultiyi vakillari bu yerda so'z qilish uchun so'z qilish fursatini huquqini elish uchun burada hazırlıklarımız bor ve inşallah belki şu yig'in jarayonida jumladan lager şahitlerimiz, kahraman lager şahitlerimizden qalbini Silah xonim söz elib bu yerdan Xitoy hukumatiga jang ochmoqchi. Ko'pchilikninki diqqatininki ikromimiz bo'lishini umid qilaman. Ko'p rahmat. Köpten köp rahmet Gayr Qurba Efendi nayeti tepsili ve etraflıq düşündürüp ediniz. Hem de bu yığın degenizde 3 gün devam kılıdı. Bu jarayonda Dünya Uyghur Qurultayı'nın reisi Dolqun Eysa başçılığındaki bir grup bu yığınga qatnaşıwatıdı. Hem de abayqı Kahraman lager şahitimiz Qalbinar xonimninki yezishiga qaragan chaqda Xitoylar siz deganga o'xshash bu yerda faqatla yolg'onchilik qilish uchun kelgan, ham bu yerda so'z o'yini o'ynab boshqalarningki diqqatini chechib vaqtdan tutishga, ya'ni buningdan amal bor ya yeni ko'tab ketishga tirishib o'tibdi. Ya'ni degan gaplarga qaragan chaqda tutqunlar lagerdagilarga tutqunlarga anadekan sog'lomlikqa, bularning sog'lomligiga alohida ko'ngil bo'lgan, qonun bo'yicha qo'g'diganmish lagerdagilarni, anadekan vaqtida davolab yapmaganmish, davolash yapmaganmish. Xitoyda 60 ming advokat varmish. Bular qonun bo'yicha o'zining vazifasini o'rindab bularni qo'g'dayotganmish. Degandek shunda bütün yolg'on sapsatlarni bu yerda o'tirib qo'ygan. Anadan keyin bu ayollar, bolalar qo'g'dash qonuni bo'yicha nayeti yaxshi xizmatlarni qilganligi, hatto 43.5% ayollarniki xizmatga o'rinlashganligi to'g'riliq shunday yolg'onchiliklarni qilgan, lekin kuzatuvchilar avvalgi Fransiya vakiliga o'xshash bu yerda nayeti qattiq keskin savollar bilan ularga raddiya berib kelibdi. G'ayr Qurba Efendininki vaqtiga shundaqla xizmatiga ko'pdan ko'p rahmat. Hamda namoyish yana davomlashyapti, nayeti jangovar bir shaklda. Hamda anglayapmiz, ko'ryapmiz, Xitoy faqatla yolg'onchilik uchun keldi. Ham dunyoning ko'zini bo'yash uchun bu yig'inga qatnashdi. Agar bizniki sirtdagi shu jangovar namoyishchilarimiz bo'lmagan bo'lsa, bugun ularning degandek yana nurg'un kishilarniki ko'zi bo'yalgan bo'ladi, Uyg'urlarning ovozi yana anglanmay qolgan bo'ladi. Buning uchun jiroq yaqindan kelgan barliq namoyishchilarimizga chin dilimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Qani anadagi yana bir muhim narsa, namoyishimizning oxirida Dolqun Eysa Efendi boshchiligidagi guruhda yig'in maydonidan chiqib, yana u yerdagi naq maydon ahvolini namoyish maydonida
anıltıdı. Namayışqa qaytib kelayli. Rahmet. Uygurlarga hürriyet, Uygurlarga hürriyet, azatlık, Uygurlarga azatlık, Uygurlarga erkinlik, Uygurlarga erkinlik, Uygurlarga hürriyet, Uygurlarga hürriyet, Uygurlarga hürriyet, Uygurlarga hürriyet, Uygurlarga azatlık, 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 Uygurlarga azatlık. Aziz qarindoshlar, bugun ovozimiz tutib qilish mumkin, ustat ketishimiz mumkin. Önümüz hatta çıkmayı kılıç mümkün. Ama vatan qarindoshlarimiz kunda bizden hazır capa tatqanda mı neçmen hassa, tangdassiz, silishtirgisiz, kunda to'xtovsiz, demamay, azap tortatıdı, zulüm uchravatıdı, qirg'inchilik qilaman deb o'ylamatıdı, kurash qilaman deb qilamatıdı. Xitoy bizni terrorist deydi. Bizning qurolimiz ikki, tilimiz bor, qo'limiz, qalamimiz bor. Xitoy buni bizni mangu tortib olamaydi. Biz bu ikki narsa bilan vatanni ozod qilmaymiz. Bizni terrorist degan Xitoyni tilimiz bilan bostirmaymiz, qalbimiz bilan bostirmaymiz. Ammo bir kun mustaqil bo'lamiz. Ammo bir kun mustaqil bo'lamiz. Nim bo'lamiz. Mustaqil. Nim bo'lamiz. Mustaqil. Nim bo'lamiz. Mustaqil. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga mustaqillik. Uyg'urlarga mustaqillik. Bütün dünyani qo'rqitgan, qo'rq yo'qlab ketgan Xitoyni, qurollar bilan faxrlanayotgan Xitoyni, qalamlarimiz bilan, tillarimiz bilan matbuotimiz, qo'rqitamiz. Xitoy mana shunday qo'rqinchli millat. Ammo biz jasur, ibay, marhum naqshchimiz, shoirimiz, vatanparvar naqshchimiz Kurash Kusan efendimninki degandek sulton bo'lib xon o'tgan bir millat biz. Biz xon avlodi, biz isil bir millat, biz oq ko'ngil bir millat. Mushundaq bir millatga mustaqillik kerak. Buni Uyg'urdan boshqa hech kim qila olmaydi. O'zimizning mustaqilligini o'zimiz qo'lga keltiramiz. O'zimizni o'zimiz ozod qilamiz. Buning uchun mahkam bo'lishimiz kerak, qilishimiz kerak, birga kelishimiz kerak. Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Xitoy! Men qatim o'lsam, men qatim Uyg'ur bo'lib tug'ilma. Men qatim Uyg'ur bo'lib yashayma. Bu dunyoga men qatim kelsam, men Uyg'ur bo'lib kelma. Men qatim Uyg'ur bo'lib kelma. Men qatim san qarshi kurash qilma. Men qatim sizlarga qarshi kurash qilamiz. Kurash qilamiz. Kurash qilamiz. Kurash qilamiz. Kurash qilamiz. Kurash qilamiz. Adaqchi mustaqillik. Adaqchi mustaqillik. Adaqchi mustaqillik. Adaqchi mustaqillik. Hammaga rahmat. Sağ rahmat. Qarindoshlar, men ichidagi Xitoy To'ng'uzininki ismining hammasi bizda. Men To'ng'uzning ismini atayman. Hammamiz Nishoxon deymiz hamda Xitoycha. İsmini men deyman. Nishoxon deymiz. Alloqda Nivushi deymiz yana. Sen yolg'on so'zlaysan yengam. Ben nomussuz yengam. Nimada Kongo ben? Wushi是说，都听好了。我给你们来一场点名仪式。陈旭，你说谎！你说谎！陈旭，你说谎！你说谎！孙雷，你无耻！孙雷，你无耻！你无耻！孙雷，你说谎！你说谎！陈旭，你说谎！你说谎！陈旭，你说谎！你说谎！孙雷，你说谎！你说谎！朱小姐，你说谎！你说谎！朱小姐，你说谎！你说谎！戴成金，你无耻！你无耻！戴成金，你无耻！你无耻！李晓，你说谎！你说谎！李晓，你无耻！王平，你说谎！你说谎！王平，你说谎！你说谎！何继欢，你说谎！你说谎！何继欢，你无耻！无耻！何继欢，你无耻！无耻！郭
共产党你无耻，不是，共产党你无耻，不是，国爷你说谎，你说谎，国爷你说谎，曾兵你说谎，曾兵你无耻，我信你说谎，我信你无耻，梁斌你说谎，梁斌你无耻，刘红玉你无耻，你无知，刘红玉你说谎，你说谎，高斯你说谎，你说谎，高斯你无耻，你无知，高斯你无耻，你无知，刘慧文你说谎，你说谎，刘慧文你无耻，唐志聪你说谎，你说谎，唐志聪你无耻，朱可心你说谎，朱可心你无耻，李小梅你说谎，李小梅你无耻，李薇薇你说谎，李薇薇你无耻，江汉你说谎，江汉你无耻，王山你说谎，王山你无耻，毛一中你说谎，毛一中你无耻，韩新成你说谎，韩新成你无耻，黄崇辉你无耻，黄崇辉你说谎，韩新成你无耻，韩新成你说谎，里面的中国恐怖分子们，无耻之徒们，竖起耳朵听我听，我们一定会努力，我们一定会自由，一定会把你们这些侵略者滚出我们的祖国，赶出我们的祖国，赶回你的中国主权，停止屠杀，停止灭绝，停止屠杀，停止屠杀，停止灭绝，停止灭绝，关闭集中营，我们要自由，我们要自由。祝死习近平！祝死习近平！中国人滚蛋！中国人滚蛋！中国人滚蛋！中国人滚蛋！中国人去死！中国人去死！滚回你老家！滚回吧！关闭集中营！关闭集中营！我们努力，我们要自由，我们要努力，停止撒谎，欺骗，停止欺骗，停止种族灭绝。Leyinimiz ko'p rahmat. Siz qarindoshlar, vaqtimizni asosiyatini az qoldi. Asosda hammalar razı olsun. Avval ma'lum bir yetilish nutqini qilishdan burun bir qizimizning atab yozgan bir she'ri bir anglab o'taylik, undan keyin. Assalomu alaykum, aziz qarindoshlar, qanday yaxshisizmi? Mehdim sizlarga o'tib salam. Hammalar bizlar biz Uyg'ur millati har qanday sovg'a quruq kelmaymiz, shundan quruq kelmaylar. Xitoylar ozroq sovg'a berib keldim. Madaniyat o'g'risi. Uyg'urni qandaqmi tasvirlayman qalamda. İfade etmeydi aciz qalbim alamda. O'tkir qop-qora ko'zlar xanjar kabi beayni. Jasur qaddi qomati tangri tog'dek mardona. Madaniyatsiz yovvoyi dar edi biz Uyg'urni. Sodda yavaş xalq deb yaratmaydi bizlarni. Ba'zilar o'tmishni oljib qopti azroq.
Biz Uyg'ur, biz faxrlik, jasur qaysar qaramroq. Diqqat qilsin ba'zilar, chunki ishi bak chatoq. Qog'oz qalam muhbatda biz Uyg'urning ijodi. Biz Uyg'ur, biz farosat, ilm hikmat oshnasi. Mashhur ipak yo'lini ochgan ajdodlarimiz, madaniyat deganni jahonga yaygan mana biz. Chiqabilib shakoldan to'ni qo'li atmangsiz. Uzoq o'tmish tarixda biqinib xo'jamdab. Oshdan bersak, shersha deyting yolmat yer. Endi bugun kelganda o'z aslingni yushirib, shiltini aytib yursan bu, o'tmishingni unutib. Hamon yeysan jajangni qo'limizda yo'l qilib. Yenivatimiz biz yoshlar vatan uchun sham bo'lib. Qalbimizda yolqinlar qisos o'ti cho'g' bo'lib. Parvona bizda ayni jangoh bizga qizil sham. Vatan uchun biz jonni ayamaymiz bilib qo'y. Qisos olmay o'lmay biz oshkorlarni yig'ib qo'y. Qo'shivotsan o'zingcha go'zal ana yurtimni. Yizivotsan numussiz shovliq ijod izimni. Haqiqat kümelmez, kun etektin yıpılmaz. Kılgan şermendilikin tüm tarihten yuyulmaz. Kalar peskeş namın medeniyet oğursi. Aqlliq marhaba qizimizga ko'p rahmat. Buna ta'sirli, haqiqatan güzel bir so'g'i bo'ldi. Tekrar rahmat. Aziz qarindoshlar, vaqtimiz qo'shib qoldi. Aslida Dünya Kurulu'nun reis hürmetli Doktor Esapendim yapılışlıkta kılış gerek idi ama işçiden ait mühim işganda olduğun için bir yer geçiş imkaniyeti bulmadı. Ben reisimiz Doktor Esapendim'e Dünya Kurulu'na vakaleten hemminlaga bugünkü namayışını kollagan Avrupa'daki bütün Uygur teşkilatlarına bugünkü namayış sahiphanlik qilgan Shveysariya Uyg'ur jamiyatiga va yo'lni yiroq demay Qozog'istonlardan toki Turkiyalardan kelgan fidokor aziz qarindoshlarimizga tekrar rahmatini bildiraman. Bugun aziz qarindoshlar haqiqatan bir fidokorlikninki nimasini ko'rdik. Shohid bo'ldik aziz qarindoshlar. Ekran oldidagi bo'ldi. Shinman ularning duosi sizlar bilan birga Janob Alloh cho'qib bunun mukofotini berdi. Çünkü sizlar şu vatanda irqiy qirg'inga uchrayotgan lagerlarda azob uqubat chekayotgan majbur emgak maydonlarida xo'rinayotgan necha million xalqimizningki uxlamadinglar aziz qarindoshlar, uxlamay kecha yo'l yurib yana birozdan keyin mang'islar o'zinglar turayotgan davlatlarga hammanglarga oq yo'l bo'lsin aziz qarindoshlar. Tekrar hammanglarga ko'p rahmat. Bayroqlarni mumkin bo'lsin dizib biraz Ma'u Germaniyadan kelganlar 30 mana mishay keldi. 1,5 dikap qildi. Buning bir deb qo'ydi. Bayroqlarni hamisi biraz yordamlashib bersanlar qarindoshlar, 5 minut vaqtim ketdi, 10 minut. Buningdan keyin bizningki ma'u rasm ko'rgazmamiz ertami davom qiladi. 3 kunlik bir resim ko'rgazmasi bor. 3 kun davom qiladi. Chunki yig'in ertami davom qiladi. Bu ishni nima qilyapgan. Bunun ichida bo'lgan ahvollarga oid narsani biz Dunyo huquqiy televiziyasi shu tarjima orqali Uyg'ur tarjima orqali uni asosiy mazmunini taqatdiq, ulab taqatdiq. Buni yana berib qaytib berib tafsilotni ko'rib olsangiz bo'ldi. Hammanglarga rahmat, Alloh rozi bo'lsin, millatimiz rozi bo'lsin. Tekrar hammanglarga ko'p rahmat. Namoyishimiz tugadi demishadi. Hammanglarga ko'p rahmat. Mana evlib tura. Nasıl tap qoldi shu fon tutib turadi. To'xtab nazik gapirma.
Televizor ko'rguvchilar, bugungi namoyishimiz Mishada oxirlashdi. Namoyish qatnashgan barliq qarindoshlarga rahmatimizni, minnatdorligimizni bildiramiz. Bugungi programmamiz Mishada oxirlashdi. Şinjan saqchi hujjatlari asosida mazmun qilingan rasm ko'rgazmamiz yana 2 kun davom qildi. Ertagan soat 9:30 dan tushdan keyin soat 5 gacha. Kelaqatimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Shivsariya Janvadan hammanglarga o'tliq salom. Ben riyasetçi İftihar Abdurşit. Allah'a emanet olunlar.